Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Yaxshi ko'rinyapmanmi? Agar ha bo'lsa plus qo'yib yuboraylik, iltimos. Xo'p, internetda yaxshi. Hammasi yaxshi, xudo xolisa. Ha. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Xo'p, men ora-orada chatni o'chirib turaman. Hozir ham chatni o'chirib qo'yaman. Ya'ni men yoza olmay turasizlar ozgina. Sababi juda oddiy, bir-birlarini chalg'itib yuborasizlar. Keyin men har bitta jonli efir oxirida chatimizni yoqib turaman. Xudo xohlasa, savollar bo'lsa, mabodo qanaqadir o'tirgan mavzu bo'yicha. Bugun o'tirgan mavzumi keyingi safar o'tamizmi farqi yo'q. Savol bo'lish bilan savol berishingiz mumkin. Hozir ozgina kech qolishadi ko'pchilik. Bu odatiy hol, odatda darslarda kech qolish har holda meni tajribamdan kelib chiqqan holatda kamida 15-20 minutda kech qoladi ko'pchilik. Hozir bir 5 minut taxminan bugungi mavzu haqida emas, trening qanaqa o'tish haqida gaplashamiz. Sizlarga foydali bo'ladi. Birinchidan, o'zingizlar uchun tushunib olishingiz kerak bo'lgan narsa, bizda treningga tegishli bitta video bor, alohida olingan video. Unaqa videolar ko'p bo'ladi. Ya'ni mana shu jonli efirlardan tashqari qo'shimcha videolarni ko'p tashlab beramiz. O'tgan safarga o'tilgan treningdan tashqari yana qanaqadir qo'shimchalar bo'lishi mumkin. Har safar har xil o'tadi bu narsa. Sababi bitta trening bilan ikkinchi trening orasida men kamida ikkita kitob o'qiyman. 15-20 kun, 30 kun, 40 kun o'tsa bir 2-3 ta kitob tugatgan bo'laman. Nimadir yangi bilim olgan bo'laman. Kimdandir qanaqadir suhbat orqali nimadir tushungan bo'laman. Nimadir olib tashlagan bo'laman, ortiqchalik qilgan bo'lishi mumkin o'tgan safargi treninglarda va hokazo. Xullas kalom, ikkinchi antidangasalik birinchiga qaraganda sal yaxshiroq bo'ladi. Odatda. Uchinchisi ikkinchisiga qaraganda yaxshiroq bo'lish ehtimoli ham bor. Va hokazo. Qisman sizlar sababchi bo'lasizlar bu narsaga, chunki turli xil savollar berasizlar jarayonda. Shu savollarga javob izlash jarayonida men ham o'zim bilimimni oshiraman. Xo'p, endi savollarga javob bilan borasizlar. Janoblar, xonimlar, bitta narsani tushunishingiz kerak. Kuratorlar bor. Ya'ni shu Telegram guruhlarda sizlarni ajratiladi. Bugun ajratishga hammani ajratib bo'lishadi bugun erta. Ertalab 10 dan kechqurun 10 gacha kuratorlar aloqada bo'ladi. U insonlarga sizlar gapirishingiz mumkin, savollarni berishingiz mumkin o'tilgan mavzular bo'yicha, tushunmagan joylarda. Kuratorlarni tanishtirib o'taman. Bittasi Bekzodjon, mnemonist, professional mnemonist, hozirgi O'zbekistonda top mnemonistlardan biri. Musobaqalarda o'rin olgan, 3-chi, 2-chi va hokazo 1-chi o'rinlarni olgan. Xullas, adashmayman. Xo'p, Islomxo'ja Madaminov, xuddi u ham professional mnemonist, ya'ni mnemonist degani eslab qoluvchi degani, u ham ikkinchi kuratorlar bo'ladi. U hattoki adashmasam shu avgust oyida bo'lib o'tgan chempionatda 1-chi o'rinni ham oldi, ya'ni onlayn chempionatda eslab qolish bo'yicha. O'zbek bolalari, lekin ko'pchilik tanimasligi mumkin, har holda xalqaro chempionatlarda qatnashib yurishadi. Shu bolalar bilan aloqada bo'lasizlar. Har kuni ertalab 10 dan kechqurun 22 gacha. Yakshanba mustasno bo'ladi. Yakshanba kuni faqat ertalab bilan kechqurun aloqaga chiqishadi xolos. Ular kunduzi aloqaga chiqishmaydi. Ya'ni tug'ilgan savollarni berishingiz mumkin. Endi kursimiz jarayonida turli xil metodikalarni ko'rib chiqamiz, texnikalarni ko'rib chiqamiz. Bu kursga sizlar qanaqa qarashinglarni xohlar edim. Xuddi men sizlarga turli xil qo'llarga asbob uskunalarni beradiganday qarashinglarni xohlar edim. Ya'ni nima? Misol uchun sizlarga men birorta shkaf yasab beraylik, stol yasab beraylik desam, sizlarga tesha kerak bo'ladi, randa kerak bo'ladi va hokazo. Qanaqadir asbob uskunalar kerak bo'ladi. U narsasiz qo'lni o'zi bilan nimadir qilish qiyin. Xuddi shunaqa eslab qolishda ham turli xil asbob uskunalar bor, turli xil metodikalar bor. Dangasalikni bir chekkaga surib turishga ham turli xil asbob uskunalar yordam berishi mumkin. 100% dangasalikdan qutulsa bo'ladimi? Katta ehtimol bilan yo'q. Juda qiyin masala. Har holda men bu narsaga hali erishganim yo'q. Lekin asosiy ish qilish jarayonida shu dangasalikni jilovlab bir chekkaga surib turishingiz mumkin. Shu narsani shu kurs jarayonida o'rganamiz, xudo xohlasa.
haqiqiy ilmiy faktlar keltiraman, hamma silkalarni beraman, qo'shimcha videolar, mavzular beraman. Mana shu bugun sizlarga ko'rsatgan PDFlarimni hammasini tashlab beraman. Qo'shimcha adabiyotlar bo'ladimi? Bo'ladi. Qo'shimcha qanaqadir videolar umuman olganda treningdan tashqari bo'lishi mumkin davrani. U narsani ham qilib beraman. Xudo xolisa u ham bo'ladi. Va hokazo, va hokazo. Xo'p, endi PDF yoqaman, boshlaymiz. Odamlar уже kelib qolgan deb o'ylayman. Tak, demak ekranga chiqqan yozuvlar ko'rinyaptimi? Ha, bo'lsa shuni bir qo'yib yuboringlar iltimos. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Ekrandagi yozuv ko'rinyaptimi? Bir qo'yib yuborsanglar men boshlayman. Bugungi birinchi darsimiz. Checklist olib berib oling. Bo'ldi, rahmat. Tak, chatimizni o'chirib turing. Xo'p, chat hozircha o'chiq, yoza olmaysizlar. Keyin oxirida yoqaman. Bugun mavzuimiz o'tib bo'lgan. Xo'p, demak dangasalik. Oldindan bitta narsani tushuntirib qo'yay. Men o'zim dangasalik bo'yicha rekord o'rnatmaganman. Eslab qolish bo'yicha rekord qilmayman. Eslab qolish bilan taxminan 8 yildan beri tanishman. Undan bir 3-4 yili muntazam mashg'ulotlarda o'tgan. Oxirgi 1 yil ichida men muntazam mashg'ulot qilmayib turgan bo'lsam ham, o'zim uchun ayrim shu cho'qqilarga erishdim eslab qolishda. Shuncha yildan beri tashlaganim yo'q, bir chekkaga yig'ishtirganim yo'q, shu narsaga intizomim yetdi. Shu narsaga dangasalik qilmadim men. Shu jarayonda, aynan eslab qolishni o'rganish jarayonida men o'zim uchun turli xil tizimlarni qidirib, o'sha tizimlarni testdan o'tkazishga majbur bo'ldim. Chunki juda ham qiyin eslab qolish bilan shug'ullanish. Eslab qolish bilan shug'ullangan insonda intizom bo'lish kerak. Tashlamasdan har kuni mashq qilish o'ta qiyin. Eng qiyini tashlab qo'ysiz shu bilan boshlash. Shu jarayonda nima qilishni bilmaganim uchun ko'p narsaga izlandim, qaradim. Men uchun eng asosiy narsa bu ilmiyot bo'lib chiqdi. Ya'ni men tushundimki, agar inson o'zining miyasini qanday ishlashini tushunsa, dangasalik qayerdan kelib chiqishini tushunadi, qanday qilib u narsani yengishni tushunadi va hokazo. Shu meni tushungan narsalarimdan, turli xil olimlardan olgan narsalarimdan, turli xil haqiqiy shu dangasalik bilan shug'ullanadigan prokrastinatolog deyiladi unaqa insonlar, o'shalardan olgan narsalarimdan shu kontent kelib chiqdi. Menga ish bergan, ko'pchilik shogirdlarimga ish bergan. Katta ehtimol sizlarga ham qaysidir biri ish beradi. Qaysidir biri deganda men ko'p metodika beraman demoqchiman. Ya'ni ko'pgina turli xil usullarni beraman. Uni ishlatib ko'rasizlar, buni ishlatib ko'rasizlar, uni ishlatib ko'rasizlar. Hammanglar har xilsizlar, bir xil inson yo'q. Hammaga ishlaydigan bitta algoritm bo'lmaydi. O'zinglar uchun bitta algoritm yasaysizlar. Ya'ni har bitta inson shu kurs oxirida ideal holatda bo'ladigan bo'lsa, kursimiz o'zingizni dangasalikni yengish algoritmingiz bilan chiqib ketasiz. Shu algoritmni keyinchalik katta ehtimol bilan ishlatishni boshlaysiz. Xo'p, endi tak, hozir bir nima yonib qolib turibdi. Bo'ldi. Xo'p, endi dangasalikni yengish jarayonida men hozir ozgina time management bilan sizlarni tushuntirib, ya'ni tanishtirib o'taman. Time management degani bu vaqt taqsimlash degani. Ko'pchilik dangasalikni yengish uchun time management bilan shug'ullanishni boshlashadi. Ya'ni vaqtim yetmayapti, ahamiyat bergan bo'lsanglar, ko'p narsaga vaqtimiz yetmaydi yoki vaqtingiz bo'lmaydi, yoki vaqtingizni behuda sarflaysiz. Ko'p sitatalarni eshitamiz. Vaqt eng asosiy resurs, puldan qimmat vaqt va hokazo va hokazo. Ko'pi bilan ko'p to'g'ri. Ya'ni vaqt haqiqatan ham asosiy resurs, qayta tiklanmaydi. 5 minut vaqtingizni ham orqaga qaytara olmaysiz, dunyoni pulini bersangiz ham bu narsaga. Lekin gap shundaki, time management dangasalikni yengishda har xil yordam bermas ekan, har holda menda shunaqa bo'ldi. Endi nima uchun unaqa? Mana shu gapga bir ahamiyat beringlar. Bu yerda muhim ishlarni bajarish uchun o'zim vaqtimni taqsimlash usulini bilib olmoqchiman degan fikr bilan ko'pchilik keladi. Time managementga yoki meni oldimga. Dangasalikni yengish jarayonida insonni xayolida shunaqa fikr bo'ladiki, vaqtimni taqsimlashni o'rgansam, men katta ehtimol bilan dangasaligimni yengishni boshlayman. Endi shu gapda bir ikkita xatolar bor. Ahamiyat bersanglar, bilib olmoqchiman degan joy umuman befoyda. Nima uchun aytayapman? Ya'ni bu treningdan, bu kursdan, ya'ni to'g'ri, sizlar nimadir bilib olmoqchi bo'lsanglar, u umuman befoyda ish bilan shug'ullanyapsizlar deb o'ylayman. Sababi bilishdan foyda yo'q. Bilish o'zi bu befoyda ish. Misol qilib keltirib beraman. Mana chatimiz yoqamizda. Xo'p. Tak, hozir. Chatimiz yoqamizda janoblar xonimlar, trening ishtirokchilari.
Kim badan tarbiyani foydali deb o'ylaydi? Plus qo'yib yuboringlar-da chatga, iltimos. Badan tarbiyani foydali deb o'ylaydiganlar plus qo'ysin. Video ham bo'ladimi? Ishda bo'laman kechgacha. Ha, video saqlanib bo'ladi hammasi, xudo xolasa. Bu narsani xavotir olmanglar. Juda bir band bo'lsanglar, hozir ko'rishinglar shart emas, keyin ko'raverasizlar. Maktabda emasmiz. Bitta dars videoni tashlanadi. Da, tashlandi. Akbar aka, tashlaymiz. Kim badan tarbiyani foydali deb o'ylaydi? 99% inson badan tarbiyani foydali deb o'ylaydi. Bu narsa ilmiy tasdiqlangan, bu narsani ota-bobolarimiz qilgan va hokazo. Xullas kalom tasdiq ko'p. Endi badan tarbiyani bajaradiganlar bormi oranglarda? Kim badan tarbiyani har kuni ertalab turib bajaradi? Bajaradiganlar 1 qo'ysin, bajarmaydiganlar 2 qo'ysin. Faqat chestni iltimos. Kim badan tarbiya bajarsa 1 yozinglar, kim bajarmasa. Yo, kam emas. Abduhamidxon kam emas. 1700 kishiga to'rtta ko'ratirib olganmizda bir paytda. Siz hozir dars o'ylang, ertaga nima bo'lishini yoki boshqa narsani emas. Xo'p, 2 ko'pchilikda 2 va hokazo. Xo'p, tak chatda o'chirib turamiz. Qarab turinglar, ahamiyat beringlar. Juda ham ajoyib statistika kelib chiqyapti. To есть badan tarbiyani foydali deb o'ylaysizlar hammanglar. To есть bilasizlar foydaligini. Bilim bor, lekin u bilimdan sizlarga hech qanaqa foyda bo'lmayapti. Sababi nimada? Sababi sizlar bajarmaysizlar. To есть bilimni o'zi befoyda. Shu narsani o'zingizlar uchun tushunib olinglar. Bilim befoyda narsa. Bilim ishlatilganda foyda beradi xolos. Men misol uchun nimadir ish yaxshiligini bilib turib yoki nimadir ish yomonligini bilib turib shu ishni bari bajarsam, yomon ishni yoki yaxshi ishni bajarmasam, men u bilimimdan hech qanaqa foyda ola olmayman o'zim uchun. Tushunishinglar kerak. Xuddi shunaqa. Alkogol yoki misol uchun sigaret zararligini bilishingizdan foyda yo'q. Agar cheksanglar va ichsanglar, zararni ko'rasizlar. Va hokazo. Shu yerda sizlar bilimni olib ketishga harakat qilmanglar. Ya'ni bu kursdan sizlarga hech qanaqa bilim kerak emas. Sizlarga ko'nikma kerak bo'ladi. Ko'nikma degani bu qayta takrorlanish orqali, mashq qilinish orqali shakllangan qanaqadir odatlar. Shu odatlarni o'zimizda shakllantirishga harakat qilamiz. Endi shu gapda yana bitta ikkita xato joylar bor. Misol uchun, vaqtni taqsimlash usullari deyilyapti. Menimcha bu noma'lum narsa. Men sababini keltirishim mumkin. Qarab turinglar. Ko'pincha vaqt taqsimlash usullarida nima bo'ladi? Misol uchun siz vaqtingizni taqsimlamoqchisizda. Tak, hozir bo'laman. Vaqtingizni taqsimlamoqchisizda endi nima yuzaga keladi. Odatda vaqt taqsimlash jarayonimizda biz bunaqa jadvaldan foydalanamiz yoki misol uchun bloknotdan foydalanamiz. Niyatimiz nima? Niyatimiz ishimizni qilish, ko'proq ish qilish, nimagadir erishish, dangasalikni yengish. Vaqt taqsimlaganingizda nima qilasiz? Ertalab 9 da turaman. Ya'ni 9 da majlisga boraman. Majlisdan keyin soat 10 gacha majlisda o'tiraman. Misol uchun davlat ishida ishlaydigan bo'lsangiz, majlisda 10 gacha o'tirmoqchisiz. Keyin undan keyin qanaqadir bitta inson bilan soat 10 dan 11 gacha ko'rishasiz, 11 dan 12 gacha obed qilasiz, 12 dan 1 gacha yana bir balo qilasiz va hokazo. Bu taqsimlash usulida bitta xatolik bor. Ya'ni nimaga men noma'lum dedim vaqt taqsimlash usullari. Noma'lum deganim sababi bor. Ertalab 9 da hop majlisga yetib bordingiz ham deylik. Vaqtida yetib bordingiz ham deylik. Kech qolmadingiz, punktualli insonsiz. Gap shundaki, majlis 10 gacha o'tmasligi mumkin. Ahamiyat bering. To siz 10 gacha plan qilgansizda, 10 da kimdir bilan ko'rishish plan qilgansiz. Soat 10 da misol uchun majlis tugamay qolishi mumkin. Birinchidan boshda vaqtida boshlanmasligi mumkin siz kelganingiz bilan. Odatda shunaqa bo'ladi. Men ishlaganman davlatchida. Surilib ketadi-da, haligi ikkinchi qilgan ishingiz, ya'ni soat 11 da yoki 10 da kimdir bilan ko'rishmoqchi bo'lsangiz, u ham surilib ketadi. Xullas kalom buzilib ketadi haligi narsa. Shuning uchun ko'pchilik vaqtni taqsimlashni boshlaydi-da, keyin tashab qo'yadi. Sababi odatda bu narsa ishlamaydi. Yoki misol, yana boshqa misol, vaqtni taqsimlash usullarini men uchun har holda noma'lumligini sababi shundaki, men bitta narsani tushuna olmayman. Sizlar ham shu narsa haqida o'ylab ko'rishinglar kerak. O'zingizlarni tushunishni boshlaysiz, energiyalarni to'g'ri sarflashni boshlaysiz. Soat 3 dan ertaga soat 4 gacha men ingliz tili bilan shug'ullanib, misol uchun 100 ta so'z yodlamoqchiman. Qaranglar. Odatda 100 ta so'z yodlash menga qiyin emas. Men 100 ta so'z yodlash shu 1 soatda o'tirib 100 ta so'z yodlab qo'yaman deylik. Ertaga soat 15 da o'tiramanda soat 16 gacha, ya'ni 4 gacha men 100 ta so'z bemalol yodlayman, keyin chiqib ketaman, boshqa ishim qilaman degan plan qildim o'zim uchun, planlashtirdimda. Ertaga soat 15 da kayfiyatim qanaqa bo'ladi? Biroq shu asabimni buzib qo'yadim ertalab turib. Boshim og'riydimi? Bilasizmi, ba'zida qaysidir kunlari bilimni zo'r olasiz. Ba'zida qaysidir kunlarda umuman hech narsa kirmaydi boshga. To есть insonda kayfiyat, energiya har xil bo'ladi. Energiya deganda men qanaqadir nima deydi, koinotdan keladigan bir xil jinnicha narsalar haqida gapiraman. Konkretno miyangizda bor narsalar haqida gapiryapman.
Biologik energiya haqida gap ketyapti hozir. Ya'ni miyani benzini deylik. Shu narsa bo'ladimi ertaga soat 5 ta yoki o'sha soat 15 ta sizlarda yo'qmi, sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun vaqt taqsimlash odatda foyda keltirmasligi mumkin. Ya'ni ortiqcha narsalarni hozir tushunib olishimiz kerak-da. Xo'p, endi tak, dalsha. Odatda vaqt taqsimlash usullari kerak emas o'z aslini olganda. Siz o'zingizni energiyangizni va miyangiz kuchini taqsimlashni o'rganib olsangiz bo'ldi. Dangasalik o'zidan o'zi ketib qoladi. Meni tajribamda shunaqa bo'lgan. Ko'plab boshqa insonlar tajribasida shunaqa bo'lgan. Turli xil tadqiqotlarda ham shunaqa bo'lgan. Tadqiqotlar bilan ham bugun men sizlarni tanishtirib o'taman. Sekin-sekin men sizlarga nagruska berib bolaman. Bilim olishi birinchi qonuni. O'zingiz uchun bilib olinglar, yozib olsanglar ham mayli. Bilim olishi birinchi qonuni shunday iboratki, bilimni osondan qiyinga qarab olinadi. Ya'ni qiyin mavzudan hech qachon boshlamaysiz. Doim oson mavzudan qiyin mavzuga o'tasiz. Til o'rganishda ham shunaqa, eslab qolishda ham shunaqa, любой boshqa narsada ham shunaqa. Oson, sodda narsani birinchi o'rganiladi, keyin qiyinlashtirib boriladi bu narsani. Shuning uchun bugun men sizlarga ikkitagina texnika beraman. Ikkita kichkinagina usul o'rgataman. Shu usullarni keyinchalik bajarib yurishingiz kerak bo'ladi. Sekin-sekin sizlarni dangasalikni yengish dangasalikni chemodaninglarda turli xil asbob uskunalar ko'payib bo'ladi. Keyinchalik shu narsani ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, tushunib olishingiz kerak bo'lgan narsa, janoblar, bilish bilan bajarish ikkita har xil narsa. Bilganingiz bilan siz bajarasiz degani emas. Ya'ni bajarmasangiz, katta ehtimol bilan bu narsadan hech qanaqa foyda ola olmaysiz. Shuning uchun bajarish kerak. Endi sizlarda tabiiy savol tug'ilishi mumkin. Misol uchun, menda bu savol tug'ilar edi. Xo'p, Davron aka, biz bajarishimiz kerak ekan bir narsani. Lekin biz dangasamiz-ku. Men PDPda bo'lganimda shu gapni gapirganimda zal kulib yorgan. Haqiqatan ham anti-dangasalikka dangasa insonlar keladi-ku degan bir insonda xayol bo'lishi mumkin. Nazarimda birinchidan unaqa emas, ikkinchidan shu narsa shunaqa bo'lsa ham, haqiqatan oranglarda dangasalik o'tib ketgan insonlar bo'lsa ham, vazifalarni, ya'ni mashqlarni shunaqa kichkina qilganmanki, shu 2 minut, 3 minut maksimal ravishda kichkina, super sodda narsa. Super sodda qilinganda, o'ta sodda, kichkina bo'lakchalar qilib o'rganasizlar. Ya'ni ozgina o'rningizdan turib qo'ysanglar bo'ldi. Shuni o'zi yetarli bo'ladi odatda. Shu, davom etamiz. Demak, bajarish bilan bilish ikkita har xil narsa. Tushundinglar bu narsani. Time management ishlamaganligini asosiy sababi shundaki, bu yerda odatda vaqtni markaziylashtiramiz. Ya'ni vaqtni taqsimlashga harakat qilamiz. Biz vaqtimizni emas, biz o'zimizni energiyamiz, ya'ni miyamiz kuchini taqsimlashga harakat qilsak, shundagina dangasalikni yengishimiz mumkin. Shu ideyani xayollarga keltirib olinglar. Vaqtni taqsimlashchi o'zi bilan ish bitmaydi. Time management befoyda deganim yo'q. Time management foydasi bor, faqatgina siz o'zingizni tushuna olsangiz, o'zingizni kuchingizni to'g'ri taqsimlay olsangiz foydasi bo'ladi. Lekin shu jarayongacha odatda u foyda keltirmaydi. Mustasno holatlar bormi? Albatta bor. 100 ta odamdan 200 ta odamga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Bu narsadan men hech qanaqa rad qila olmayman. Lekin ko'pchilikka ta'sir qilmaydi. Xo'p, endi ta'lim 3 ta bosqichi tushunib olishingiz kerak bo'lgan narsa. O'zingiz uchun yozib olinglar. Kichkinagina bir bloknotmi, listlar olganinglar ham ma'qul. Har holda ruchka qo'lingizda bo'lsa ham yaxshi bo'ladi. Yozib olasizlar. Ta'lim 3 ta bosqichi 3 ta etapdan o'tasiz. Doim любой narsani o'rganganingizda, bu kurs ham mustasno emas. Nimani o'rganishingizdan qat'iy narsa. Nimadir yodlayapsizmi? Dunyoviy bilim olyapsizmi? Diniy bilim olyapsizmi? Til o'rganyapsizmi? Umuman farqi yo'q. Shu 3 ta bosqich doim bo'ladi. Yana qo'shimcha bosqichlar bo'lishi mumkinmi? Balki, lekin shu 3 tasi asosiy. Demak, ta'lim 3 ta bosqich shu joyni yozib olishingiz kerak bo'ladi. Birinchisi ma'lumotni qabul qilish. Ya'ni bugun men sizlarga qanaqadir texnikani o'rgatsam, men sizlarga shu ma'lumotni bergan bo'laman. Men sizlarga bu ma'lumotni bergan bo'laman. Sizlar bilib olgan bo'lasizlar. Bu birinchi etap. Boya aytdim, men bilish bilan bajarish ikkita har xil narsa. Bilish, ya'ni bilimni o'zi katta foyda keltirmaydi. Bu haqiqat, ya'ni bilimni o'zidan foyda bo'lmaydi. Lekin bilimsiz keyinchalik harakatni ham boshlash mumkin emas. Shuning uchun ma'lumot qabul qilish, ya'ni bilish, bir narsani bilib olish. Bu birinchi etapimiz bo'ladi. Ma'lumotni qabul qilish bu birinchi etap bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi ma'lumotni anglash etapi bo'ladi. Bu etap bilan sizlar qachon to'xtasizlar, men aniq bilmayman. Har holda bir narsani bilib olganingizdan keyin vaqt o'tib shu narsani tushunishni boshlaysiz. Bilib olish bilan tushunish ikkita har xil narsa. Men sizlarga kurs jarayonida turli xil texnikalar, metodikalar beraman. U narsalarni sizlar bilib olasizlar bittada, 5 minutdan vaqt ketmaydi. Lekin anglashingiz uchun vaqt sal ko'proq ketishi mumkin.
bir oy ketishi mumkin, 2 hafta ketishi mumkin. Hammada har xil. Hammani aqliy qobiliyatlari har xil, hammamiz har xilmiz, hammamiz xarakterimiz har xil. Shuni hisobiga shu jarayonlarda vaqt hammada ozgina farq qilishi mumkin. Demak, ma'lumotni qabul qilish, ma'lumotni anglash, uchinchi etap bu amalda bajarish. Eng qiyin masala shu amalda bajarish jarayoniga borib taqaladi. Endi antidangasalik treningimizni sal pastroq buni qiyinchiligi. Eslab qolish treningimda, lekin bu narsa deyarli 98% ga yaqin. 100 ta odamdan ishonavering bir 2-3 kishi bajaradi xolos. Eslab qolishda supermiyada. Nihoyatda kam, nihoyatda past bajaruvchi insonlarning soni, hatto offline treningdan ham deyarli umid qilib bo'lmaydi, bir 15% odam bajarsa kerak. Ustida tursangiz ham, chunki u o'ta qiyin texnikalar berilgan bu yerda. O'ylash kerak, o'tirish kerak. Aynan shu amalda bajarishda qoqilib tushadi insonlar. Antidangasalikda foiz aniq bilmayman, lekin menimcha sal boshqacharoq bo'lsa kerak. Sababi sal soddaroq bu yerdagi bajarishimiz kerak bo'lgan mashqlar. Xullas kalom, mana shu 3 ta etapdan doimiy ravishda o'tib borasiz. Nimani o'rganishingizdan qat'iy nazar, birinchi o'sha narsani bilib olasiz, keyin anglaysiz, undan keyin esa amalda qo'lla olasiz. Shu 3 ta etap doimiy ravishda o'tib boradi. Xuddi haligi tug'ilish, yashash, o'lishga o'xshagan narsa bu. Bu 3 ta etapdan hech qanaqasiga bilim olish jarayonida qutulish imkoni yo'q. Xo'p, endi men boya aytdim, har birimiz har xilmiz, haqiqatdan ham umuman har xil inson, любой mani har holda o'zim uchun gapiraman. Любой mani treningimda shu narsani men inobatga olaman. Eslab qolishlarda ham har bitta inson o'zi uchun texnika qiladi, ya'ni o'zi uchun sistema tuzadi. Mana shu yerda ham kuratorlarni tanishtirib o'tdim. Bittasi Islomxo'ja, eslab qolish bo'yicha chempion. Bu bolani eslab qolish usuli umuman boshqa, Bekzod akani eslab qolish usuli umuman boshqa. To есть ikkitasi har xil usullar bilan eslab qoladi-da, ikkitasi lekin natija olyapti. Bu yerda ham shunaqa. Sizlarni o'zingizlarni texnikalar bo'lish kerak. Men shu texnikani yasashni o'rgataman. Bu texnikalarni dangasalik bilan kurash texnikalarini biz shu turli xil narsalardan tashkillashtiramiz. Ya'ni siz uchun bu hozir men retsept beryapman. Endi majoziy ma'noda retsept deb nomlayman bu narsani. Siz o'zingiz uchun o'zingiz retsept qilib olasizda, shu narsani sekin-sekin yasab borasiz. Trening oxiriga общий kartina tuzilgan bo'ladi. Puzzle yig'iladi, ko'zingiz oldida turgan bo'ladi. Shu narsani ishlata olasiz. Xudo xohlasin. Xo'p, birinchisi vaksinalar. Men sizlarga vaksinalar berib boraman. Vaksina nihoyatda kam bo'ladi odatda. Bitta yoki ikkita narsa bo'ladi. Ya'ni vaksina ekan, Davron aka ukol qilar ekan deb o'ylamanglar. Hazillashib gapirganim yo'q, haqiqatan shunaqa o'ylagan insonlar ham bo'lgan o'tgan treningimizda. Vaksina bu majoziy ma'noda, ya'ni vaksina shunaqa metodikaki, shunaqa texnika usulki, bitta bajarasiz. Shu bilan ancha muddatda sizga foyda keltiradi. Bir necha oy misol uchun yoki bir necha hafta. Ba'zilari bir necha yilga ham o'tib ketishi mumkin. Vaksina shunaqa narsaki, bir marta bajarilar ekan, shu bilan foydasini olar ekansiz. Tushunyapsizmi? Ya'ni logikasini tushunib olishingiz kerak-da. Ya'ni yodlab yoki bir narsani yozib olish kerak emas. Ha, vaksina demak bir marta men olar ekanman, qabul qilar ekanman, shu bilan keyinchalik menga foyda keltirar ekan. Ma'lum muddat mobaynida. Xo'p, demak bu treningda men sizlarga turli xil dangasalikka qarshi, ya'ni siz dangasaligingizni yengishga yordam beradigan vaksinalar beraman. Xo'p, ikkinchisi amaliyotlar bo'ladi. Amaliyotlar juda ko'p bo'ladi. Nisbatan ko'p bo'ladi. Amaliyotlarimiz kichkina bo'ladi. Mayda, super mayda amaliyotlar bo'ladi. Bularni doimiy ravishda bajarib kelish kerak bo'ladi. Shu bajarish tizimini Xudo xolisa yo'lga qo'yamiz. Amaliyotlar bu doimiy ravishda bajarilgan holatda foyda keltiradigan narsalar. Misol uchun badan tarbiya amaliyotga kiradi. Dangasalikni yengish ham o'zining amaliyotlari bor. Shu amaliyotlarni bajarib yurishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi indikatorlar bo'ladi. Uchinchi sizlarga beradigan narsam, indikator bu natijaning o'lchov birligi. Natijaning o'lchov birligi. Misol uchun raqam yodlab qolishingiz. Aytaylik, 5 minut ichida siz shug'ullanyapsiz, 100 ta raqam yodlab qola olasiz. Keyin o'sganingizni qanday bilasiz? 100 tadan o'tganda, to'g'rimi? Misol uchun 200 ta, 300 ta raqam yodlashni boshladingiz, xuddi shu vaqt ichida yoki xorijiy so'zlarni yodlashni boshladingiz, demak siz o'syapsiz. Yoki aytaylik, 10 ta tortanardingizda 15 ta 20 ta tortanadigan bo'ldingiz. Bu narsa sizning natijaviyligingizni raqamlari. Xuddi shunaqa natijaning o'lchov birligi raqamida ifodalanadi. Biz raqamlarni qo'shib boramiz. Checklist degan narsani ichiga bugun sizlarga bu narsani ham taqdim qilaman. Faylni tashlab yuboramiz. O'zingiz uchun raspichatka qilib olib, qo'llarga ushlab olasizlar. Ichini to'ldirib yursanglar bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Demak, bizni treningimiz shu 3 ta narsadan iborat bo'ladi. Vaksinalardan iborat bo'ladi. Ya'ni bir marta bajarib ko'pgina foyda keltiradigan narsadan, texnikalardan, amaliyotlardan, har doim bajarib yurishingiz kerak bo'lgan narsalardan, amaliyotlardan.
mayda amaliyotlardan bo'ladi. Aniqrog'i indikatorlar bu siz haqiqatan ham o'zingizni kuzatib borishingiz uchun turli xil raqamlarni qayd qilib yurishingiz kerak bo'ladi. O'sha checklistlar ichiga. Endi checklist nima degani? Checklist quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi hozir. Xo'p, bu narsani faylini tashlab beramiz. Bu kunlik checklist. Bugun shu birinchi darsimiz oxirida, birinchi jonli efirimiz oxirida checklistdan foydalanishni o'rgatib qo'yaman. Demak, bu yerda mana ko'ryapsizlar, vaksinalar, indikatorlar, amaliyotlar deb yozilgan. Shu narsani raspechatga qolishingiz kerak bo'ladi. Bu narsani ishlatib yurasizlar. Checklistni mana shu vaksina, indikator va amaliyot checklistini men haligindan olganman. Maksim Dorofeyev degan insondan olganman. U prokrastinatolog, ya'ni dangasalni yengish bo'yicha professional inson, specialist. Aynan shu narsani, shu ideyani undan olganman. Nihoyatda zo'r narsa. Men o'zim qo'llab kelyapman necha yildan beri. Shogirdlarim ham ko'p qo'llab keladi. Hattoki eslab qolish treningimizda ham checklistni biz ishlatamiz. Checklist любой narsada ishlatsa bo'ladi. Absolutно любой narsaga ishlatsangiz bo'ladigan narsa. Sekin-sekin tushunib olasizlar qanday qilib ishlatishni. Bugun xudo xolasa birinchi to'ldirishlarni boshlaymiz. Endi checklistda biz nima bilan shug'ullanamiz? Odatda kelajakdagi xulqimizni, urg'ularni ekishga harakat qilamiz. Biz bu yerda xulq to'g'irlashga kelganmiz. So'z aslini olganda, dangasalni yengish bu xulqimizni to'g'irlash. Ya'ni kimgadir oranglarda xulqingiz yoqmayapti. Ya'ni dars qilish o'rniga yotibsizlar. Ishlash o'rniga dam olyapsizlar. Aslini olganda bo'lsa nima qilish kerak? Ishlash kerak, mehnat qilish kerak, dars qilish kerak, o'qish kerak, o'rganish kerak. Ilm izlash kerak. Lekin bu narsani qila olmayapsizlar, o'zingizlarni majburlay olmayapsizlar yoki yana boshqa qanaqadir sabablari bo'lishi mumkin. Xo'p, endi shuning uchun shunaqa qabul qilinglarki, trening emas, tarbiyaviy jarayonga o'xshatib qabul qilinglar. O'zingizlarni o'zingizlar tarbiyalashingiz kerak bo'ladi. Sizlardan boshqa sizlarga hech kim yordam bera olmaydi o'z aslini olganda. Hattoki men sizlarga faqatgina yo'l ko'rsatib berishim mumkin. Birinchi qadamni o'zingizlar bosasizlar lekin. Shu vaksinalar va hokazolarni bugun mana shu misol uchun trening o'chirganimizdan keyin hech 2 minutlik bittagina mashq qilib bajarib qo'ysanglar ham, kichkinagina qadamchani qilib qo'ysanglar ham, o'sha shu tomon qadam bosgan bo'lasizlar. Xo'p, davom etamiz janoblar. Endi men bir narsa tarafdoriman. Men sizlarga hozir bitta formula o'rgatib qo'yaman-da. Tak, xo'p. Ozgina hansirasam xafa bo'lmaysizlar. Covid taassurot. Xo'p, demak, janoblar. Mana bunaqa. Talib Nicholas Nassim degan inson bor. Taniysizlarmi yo'qmi? Nihoyatda kuchli avtor. Fikr yo'lish bo'yicha. Shu insonning bitta konsepsiyasi bor. Ya'ni hayotiy, nima deydi? Hayotiy qoidasi bor. Men u qoidani o'zim uchun kirgizib olganman. Real hayotda ishlaydigan narsa. Do'st, qattiq erta emas, men sizlarga hozir o'zingizlarga ishoninglar va hokazo deb qo'yib o'tirmayman boshingizlarga. Konkretni gapiraman. Odatda yaxshi odat shakllantirishga qaraganda yoki qanaqadir bir muvaffaqiyatga erishish uchun nima qilishni bilishga qaraganda nima qilish kerak emasligini birinchi bilib olish foyda keltiradi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni bugun ham bitta narsa qilib ko'rishingiz mumkin. Men o'zim yo'lim boshida mana nima texnika bilan shug'ullanish boshlaganimda, hali shu student bo'lganimda bu narsaga men rioya qilar edim. Har holda o'sha paytda men boshlaganimda shuna bitta ro'yxat qilib olganman o'zim uchun. Buni qilish kerak, buni qilish kerak, ingliz tilini o'rganish kerak. Misol uchun mana muvaffaqiyatga erishish uchun nima qilish kerak? Ingliz tilini o'rganish kerak. O'qishga kirasiz, to'g'rimi? O'qishga kirish kerak. IT ni o'rganish kerak, misol uchun. Eslab qolishni o'rganish kerak, aytaylik. Xotirani rivojlantirish kerak. O'z ustida ishlash kerak, sport bilan shug'ullanish kerak va hokazo. Nima qilish kerakligini ko'pchiligimiz gapiramiz, ko'pchilik gapiradi, ko'pchilik kurslarda ko'pchilik gapiradi bu narsani. Lekin nima qilish kerak emasligini odatda insonlar indamay ketishadi. O'zi aslini olganda shu zararli narsalar yoki bizga ortiqcha narsalar xalaqit beradi. Misol uchun tasavvur qilinglar, majoziy xayoliy tadqiqot. Oldimga bir kishi kelyapti, Davron aka, men tez yugurishni o'rganmoqchiman. Men tez yugurish bo'yicha murabbiyman. Tasavvur qiling. Haligi insonni bo'ynida zanjirlar, qo'lida toshlar bog'lanib yotibdi-da. Agar men ahmoq murabbiy bo'lganimda aytardim, "Davay dirdim, yugurasan, haqiqatan ham ozgina yugurganda mushaklari baquvvatlashadi, o'pkasi kuchayadi. U inson haligi zanjirlar bilan ham tezroq yuguradi. Hozirgi yurishiga qaraganda. Lekin aqlli inson nima qiladi? To'xtab turchi, zanjirlarni yechaylik deydi. Balki sen o'zing tez yugurarsan deydi. Ya'ni ortiqcha narsadan qutulmaguningizcha o'zingizni yakuniy potensialingizni ko'ra olmaysiz. Shuning uchun meni hayotimda ortiqcha nima bor degan bir xayolni shu boshingizga ekib qo'yingda, kechqurun o'ylab ko'ring, yozib ko'ring biror joyga. Nima ortiqchalik qilyapti sizga?
kerak emas qanaqadir bir inson bordir hayotingizda, men bilmadim, yoki umuman sizga kerak emas odatlaringiz bordir. Shu odatlarni hech yo'q ro'yxatini tuzib olishni o'zi ham o'sha odatlarni yo'qotishga birinchi qadam bo'lib berishi mumkin. Aytgancha zararli odatlarni yo'qotishni ham o'rgataman. U уже trening oxirida bo'ladi, yakunlariga yaqinda bo'ladi, xudo xohlasa. Xo'p, shuning uchun dangasalikni yengishdan oldin ham dangasalikni kelib chiqishini bilib olganimiz yaxshi. Bu juda ham to'g'ri logika men nazarimda, to'g'ri mantiq. Dangasalik nimadan kelib chiqishini tushunib olganingizdan keyin balki bir pasda bu narsa bartaraf bo'lishi mumkin. Dangasalikning kelib chiqishi asosiy sabablarni aytib o'taman. Ruhiy sog'lom inson uchun asosiy sabablar bu. Agar sizda miyangizda qanaqadir bir travma yoki yana bir narsa bo'lsa, boshqa sabablarni ham kelib chiqishi ehtimoli bor. Bu haqda ham gapirib beraman. Demak, birinchi sababi charchoq. Juda ham kulgili bo'lishi mumkin, lekin haqiqatan ham markaziy asabiy tizimingiz charchashi mumkin. Men bitta kichkinagina voqea aytib beraman. Bizda mana bitta qizimiz bor. Minimalist qiz, ya'ni eslab qoluvchi, nihoyatda kuchli eslab qoluvchi edi. U 5300 ta raqamdan ham o'tdi. Kartani ham eslab qolish jarayonlarini tezlashtiruvdi. Umuman olganda kuchli minimalist edi O'zbekiston anaqasiga nisbatan, minimalistlarga nisbatan. Orada stressga uchradi. Buvisi o'tib qoldi olamdan. Olamdan o'tib qolgandan keyin shu rezultatlar, natijalar reski pasayib ketdi. 2-3 barobarga pasayib ketdi. Shu bilan mana yarim yil bo'ldiki, hali ham tikila olgani yo'q. Oxiri men u ilmiy tibbiy markazni tavsiya qildim. Borib kelishdi, unga tashxis qo'yishdi. Astenizatsiya nervniy sistema degan narsa bor, ya'ni markaziy tizimning astenizatsiyasi. Bu nima degani? O'ta kuchli charchoq va stresslardan kelib chiqadigan holat bu. Agar mabodo siz o'ta kam uxlasangiz, stressda bo'lsangiz, yaqin insoningiz o'tib qolgan bo'lsa, dangasa bo'lishingiz tabiiy holat. Bu narsadan в принципе qutulish qiyin. Birinchi o'rinda stressdan yoki shu charchoqdan qutulish kerak. Hamma har xil dam oladi, kimdir uxlashi mumkin yoki uyquni normalizatsiya qilishi mumkin. Kimdir tabiatga chiqib kelishi mumkin. Bu narsani o'zingiz bilasiz. Kimdir musiqa tinglaydi, hammada har xil jarayon kechadi. Va hokazo. Shuning uchun agar o'ta doimiy ravishda charchoqda yurgan bo'lsangiz, charchoqda yurib turib ham dangasaligim yenga olaman deb o'ylasangiz, bu narsa bilasizmi nimaga o'xshaydi? Sovuqda yengil kiyinib yurib, shamollashni yengishga harakat qiladigan insonga o'xshataman unaqa insonlar. Bu narsaning deyarli iloji yo'q. Har holda mutaxassis sifatida aytmasligi o'ta qiyin masala. Charchagan inson dangasalikka chalinishi osonroq. Yana bitta sizlarga qoida, charchagan inson dangasalikka chalinishi osonroq. Shuning uchun dam olish jarayonini ham to'g'irlashingiz kerak. Inson shunaqa yaralganki, u charchaydi. Shuning uchun orada tanaffuslar yoki dam olib turishlarga o'xshagan narsalar bo'lsa, katta ehtimol bilan siz energiyangiz ko'proqqa yetadi, dangasalik qilmaysiz, ya'ni kamroq qilasiz. Bu bir. Xo'p, endi dangasalikni ikkinchi sababi nimadan boshlashni bilmaslik. Men sizlarga bitta holatni aytaman, keyin chatda yoqaman, kimda bo'lgan bunaqa holat, men so'rab ko'raman. Demak, nimadan boshlashni bilmaslik. Misol uchun mana ertalab turdingiz. Qarab turinglar. Ertalab turdingiz. Yugurmoqchisiz. Ko'pchilikda bo'lgan bu narsa. Men sportsmen bo'lgan paytimda yugurar edim o'sha paytlar. Ko'p og'aylarim ko'rganman, dushanbadan san bilan birga chiqaman, payshanbadan san bilan birga chiqaman, shanbadan san bilan birga chiqaman, shu bilan chiqishgani yo'q. Ularda shu yugurishni boshlay olmasligining sabablaridan biri bahonalar bo'lardi. Qanaqa bahonalar? Ertalab turdingiz, ko'cha sovuq, posteli issiq, inson uxlagisi keladi, tabiiy narsa. Chiqaman deysizda, nima bo'ladi? Xayolingizga birinchi kelgan narsa kiyinish kerak ko'chaga chiqishdan oldin. Trikoni kiyasiz, sportivkani kiyasiz, ketani kiyasiz, paypog'ingizni topishingiz kerak. Xolos kalom, sportivniy kiyimingizni qidirishingiz kerak. Qatta u kiyim. Shkafdami, stirkadami, tashlab yuborganmiz, xolos kalom tayyorlab qo'ymagansiz-da. Shuni hisobiga o'ylayapsiz. Mayli, ertadan boshlayman deb yotdingiz uxlagan. Tasavvur qiling, ertalab yugurmoqchi edingiz, yugurish o'rniga nima qildingiz? Ertalab turdingiz-da o'yladingiz, ketam qatta edi. Shkafdamidi, triko ag'da edi. Qattaligini bilmayman, xolos kalom o'ylab ertaga yuguraman. Tap tashladingiz-da, ya'ni o'sha narsalaringizni kechqurun tayyorlab qo'ymaganingiz hisobiga siz ertalab turib yugurmadingiz. Kimda bo'lgan shunaqa narsa? Bo'lgan bo'lsa plyus qo'yib yuboringlar chatga, iltimos. Tak. Hozir. Men chatda yoqdim. Qani chatga plyus qo'yib yuboringlar, agar bo'lgan bo'lsa, hozirga men sizlarga yetkazib bermoqchi bo'lgan ideyamni tushunib turgan bo'lsanglar. Ya'ni nimadan boshlashni bilmasligim dangasalikka olib kelishi mumkin. Bu ham bitta asosiy sabablardan biri. O'tirasiz,
tam ketammi kiyaymi, paypog'imni kiyaymi, trikoyimni kiyaymi yoki ingliz tilidan so'z yodlaymi, kino ko'raymi, nima qilishni bilmayapsiz. O'ylaysiz, o'sha o'ylash o'zi energiyani sarflab qo'yadi, boshdagi energiyani. Ha deysiz, ertaga deysiz, ya'ni bahona topasiz o'zingiz uchun. Kim his qilyapti hozir gap? Xo'p, rahmat katta. Tak, chatda hozircha o'chirib turamiz. Tak. Xo'p. Demak, ikkinchi sababi mana kuzatuvlarim bo'yicha ikkinchi sababi bu nimadan boshlashni bilmaslik. Ya'ni charchoq birinchi sababi. Ikkinchi sababi nimadan boshlashni bilmaslik. Men hozir sizlarga kichkinagina yana bitta ma'lumot berib qo'yaman. Bu ma'lumotni ko'pchilik bilmaydi O'zbekistonda. Sababi juda oddiy. Bu ma'lumot o'zbek tilida bo'lmasligi mumkin yoki bo'lsa ham kam. Xo'p, mana bunaqa narsa bor. Bu kasallik asteniskaya psixopatiya deydi. Asteniskaya psixopatiya. Qidirib ko'rishingiz mumkin. Google'da men ilmiy tibbiy markazga ko'p borib turaman. Nevrolog, neyrofiziolog, men meditsina insonlari men uchun eng katta hurmatga sazovor bo'lgan insonlar. Nihoyat aqlli bo'ladi ular odatda. Hammasi ham emas, to'g'ri. Yomon vrachlar ham bo'lishi mumkin, o'qimaganlar ham bo'lishi mumkin. Yaxshi vrachlar, yaxshi joyda ishlaydigan vrachlar odatda nihoyat yuqori salohiyatga ega bo'ladi. Ular bilan gaplash jarayonida men xuddi shunaqa ko'p narsani bilib oldim, dangasalik borasida ham. Asteniskaya psixopatiyaga uchragan inson tabiiy dangasa bo'ladi. В принципе, dangasalikni yengish uchun boshqa insonlarga qaraganda ko'proq kuch sarflashga majbur. Tabiatdan kimdir sal dangasaroq bo'lishi mumkin. Bizi boshimizda retikulyar formatsiyasi degan narsa bor. Shunaqa bir-biriga yig'ilgan miya to'qimalari bor. Retikulyar formatsiya u energiyaga javob beradi. O'sha sizning retikulyar formatsiyangiz yaxshi ishlasa, kapillyarlar ko'p bo'lsa, neyronlar soni ko'p bo'lsa, misol uchun tug'ma holatda, siz qolganlarga qaraganda energichniroq bo'lasiz. Yoshligingizda ham energichniroq bo'lasiz. Keyinchalik shu energiyani to'g'ri yo'lga sarflasangiz, siz katta ehtimol bilan qolganlarga qaraganda ko'proq muvaffaqiyatga erishishga ehtimolingiz bor, chunki harakatingiz ko'proq bo'ladi. Ba'zi insonlar sal uyquchiroq bo'ladi, sal bossiqroq bo'ladi va hokazo bo'ladi. U ham o'sha retikulyar formatsiyaga tegishli. Ya'ni nima demoqchiman? Mabodo bu treningdan ham, ingliz tilidan ham, umuman boshqa narsadan ham siz bitta guruhda o'qib turgan insonning sizdan sal oldinroq natijaga erishadigan bo'lsa, kuyinish kerak emas. Bo'sh shunaqa yaralgandirsiz. Sal sekinroq o'rganadigan insonlar bo'ladi. Men o'zim ham shunaqaman deb o'ylayman. Ochiq oyda men o'zimni to'rimiz deb o'ylardim, mnemonika bilan tanishgunimcha. Nihoyatda qiyin kirardi boshimga bir narsa kirsa ham. Lekin kirgizishni o'rgandim, ko'proq mehnat qilishga majbur bo'ldim men biron narsani o'rganish uchun. Balki sizlar o'shanaqa insonlar, ya'ni qolganlarga qaraganda sekinroq o'rganadigan insonlar. Sabringlarni xarakterli shunaqaligi uchun sal baquvvatlashtirishingiz kerakdir balki. Va hokazo. Sabr kuchaytirishni ham tushuntiraman jarayonda. Shuning uchun unaqa sabablari ham bo'lishi mumkin. Ya'ni dangasaligingizning sababi tug'ma bo'lishi ham mumkin. Bunaqa narsa ham bor, lekin iltimos bu narsani bahona qilib olmanglar. Men asteniskaya psixopatiya ekan, men tabiiy dangasa ekanman deb shu bilan tashlab qo'yish kerak emas. Любой holatda yechimi bor. Dard bormi, davosi ham bo'ladi. Bu narsani ham в принципе yengishi mumkin, katta ehtimol bilan. Xo'p, endi boshlaymiz. Demak, bugundan boshlab sizlar bilan necha soat uxlaganimizni kuzatib borishimiz kerak bo'ladi. Hozircha hech narsa yozmanglar. Men oxirgi faylimizda ko'rsatib beraman. Checklistlar ichiga qanday qilib qayd qilishingiz kerak bo'ladi bu narsani. Demak, bugundan boshlab sizlar bilan uyqu soatlarini ko'rib boramiz. Kimdir menga shu tomondan juda ham ko'p hate bo'ldi o'zi aslini olganda. Uyqu, Davron aka uyquni ma'qullayapsiz. O'zi tam hayotimiz 3dan 1 qismini biz uxlaymiz va hokazo. Va hokazo xullas kalom kimdir uni deydi, kimdir buni deydi. Men shunaqa narsa tarafdorimanki, ras shunaqa yaralganmanmi? Rasman uxlaymanmi? Uyqu funksiyasini yaratgan meni miyamga qo'yganmi? Demak, bu narsa kerak. Bu bir. Ikkinchidan, uyqu qanaqa ishlashini, qanaqa fazalardan iboratligini, nima uchun uyqu deprivatsiyasi, ya'ni uyquni kamaytirish siz sog'lig'ingizga zarar keltirib qo'yishi mumkinligini ko'rib chiqing. Ya'ni meni gapimga ishonish men talab qilmayman. Hech qachon hech qaysi shogirdimdan bu narsani talab qilmaganman. Ilm izlashda avtoritet yo'q degan maqol bor. Bu degani ustozni hurmat qilmasligi kerak degani emas. Hurmat qilish kerak. Ustoz hurmatga sazovor inson odatda, har holda men uchun. Lekin bitta narsani tushunishinglar kerak. Meni gapim ayrim joyda xato bo'lish ehtimoli bor. Men ko'rmay qolishim mumkin. Sal nimadir noto'g'ri gapirib yuborishim mumkin. Boshqa narsa deyman debdi. Shuning uchun har ehtimol qarshi qidirib ko'ringlar, izlab ko'ringlar, yana bir marta solishtirib ko'ringlar. Men ideal emasman.
Shu borada ham uyqu soatlarini bugundan boshlab sizlar bilan kuzatishimiz kerak. O'zinglar uchun o'zinglar olim bo'lasizlar. Ya'ni o'zinglar ustunlikda, o'zinglar tajriba, turli xil tadqiqotlar o'tkazasizlar bugundan boshlab, xudo xohlasa. Necha soat uxlashinglarni checklistinglarga bugundan boshlab qayd qilib borasizlar. Qanday qilib qayd qilib borishinglarni ko'rsatib beraman men. Keyin yana bitta narsa, mabodo qancha uxlash kerakligi haqida ma'lumot kerak bo'lsa, YouTube kanalimda uyqu haqida video turibdi. U yerda men turli xil tadqiqotlarni keltirib o'tganman. Undan tashqari somnologik klinikalar bor Toshkentda. Viloyatlarda bormi yo'qmi bilmadim. Haqiqiy somnograflar bor. Borishingiz mumkin, ko'rishingiz mumkin, gaplashishingiz mumkin. Spetsialistlar sizni tekshirib chiqib, sizga aynan optimal uyqu vaqtini aniqlab berishi mumkin. Bunaqa narsalar bor, O'zbekistonda ham bor, Xudoga shukr. Xo'p, demak, birinchi indikatorimiz uyqu soatlari. Endi bugundan boshlab bitta amaliyotni qo'shamiz. Ekranlarsiz uxladim amaliyoti. Bu qanaqa bo'ladi? Bugundan boshlab men sizlarga bitta kichkinagina sir ochaman. Bu sir emas, o'z aslini olganda maktabda ham o'tilgan, prosta ko'pchilikning esida yo'q. Условный refleks degan narsa bor. Pavlov degan inson bo'lardi. Daho inson haqiqatdan ham. Nihoyatda ko'p psixologiyaga, miya ishlash jarayonlariga ko'p tegishli narsalarni ixtiro qilgan, ochgan. Va ko'pchilik faqat itlarning ustida o'tkazgan tadqiqotlarni eslab qolgan xolos, sababi maktabda shu narsa keltirilgan. O'z aslini olganda undan tashqari qilgan ishlari ko'p. Men o'rganib chiqqanman. Shu insonni bitta zo'r ixtirosi bor. Insonni organizmidagi shartli reflekslarni ochgan u inson. Men misol qilib keltirib berishim mumkin. Mana kimda mana bunaqa holat bo'lgan? Xo'p, televizor tagida yotibsizlar, televizor ko'rib, o'chyapsizlar. Va shu chidab bo'lmaydigan darajada uxlab qolyapsiz. Ko'zingiz ketyapti, mana shunaqachasidan o'tiribsiz, o'ziga kelib bo'lmayapti. Keyin bo'ldi deb televizor o'chirdingiz, o'rningizdan turdingiz, borib kravatingizga yotdingizda, ko'zingiz katta-katta ochiq, uxlamayapsiz. Hozirgina uyqungiz kelib turadi, lekin kravatga yotganingizdan keyin uyqu qochib ketdi. Mana kimda bo'lgan bunaqa narsa? Agar bo'lgan bo'lsa, iltimos bir qo'yib yuboringlar. Men hozir chatda yoqaman. Yuqorida aytib o'tgan narsam kim bilan sodir bo'lgan? Bir qo'yib yuborsanglar, men tushunaman. Televizor ko'rayotimiz, uyqumiz kelib yotibdi, o'lib yotibmiz, hozir vobshe chidab bo'lmaydigan darajada. Hozir shuna ko'zni yumsam uxlab qolaman. Kravatimga bordim, uyqu yo'q. Xuddi kimdir uxlab, haligi o'g'irlab ketgan uyqu. Ko'pchilikda rahmat katta. Chatda o'chiramiz. Xo'p, bu narsaning sababi katta ehtimol bilan shartli refleks. Ya'ni kravatda odatda siz uxlamaysiz. Nima degani? Kravatda telefon o'ynaymiz, YouTube'da nimadir ko'ramiz, kimdir bilan gaplashamiz, yozishamiz, ya'ni va hokazo. Xullas kalom, kravat biz uchun uyqu funksiyasiga tegishli assotsiatsiya keltirmaydi. Bog'liqlik joyi yo'q-da. Ya'ni men bu narsa ultrabinafsha nurlar tarqatadi. Bilsanglar, melatonin degan gormonni ishlab chiqarishni buzishi mumkin. Qaranglar, inson qanaqa ajoyib yaralgan, mexanizm nihoyatda qiyin-da. Shu narsani tushunishinglar kerak. Bu ekranlarni yoqib olib turib, o'zingizni kravatingizda har kuni uxlaganingiz hisobiga, yotganingiz hisobiga, ya'ni sizni miyangizda telefon ko'rish bilan, telefonni titkilash, ko'rish bilan, haligi videolarni shunday ko'zlarni achitib ko'rib yotish bilan kravat, shu joy, atrof muhit bir-biriga bog'lanib qolgan, shartli refleks paydo bo'lib qolganda, shuning uchun kravatga yotganingizda uyqu qochib ketaveradi. Televizor tagida o'zi uyqusiz kelaveradi, to'xtamasdan. Va hokazo. Buni oldini olish qiyin emas o'z aslini olganda. Bugundan boshlab telefoningizdan kravatda titkilamanglar. Tamom. To есть nima demoqchiman? Mana bitta narsani tushunishinglar kerak-da. Davron aka menga shunaqa metodika o'rgatingki, men bugundan boshlab telefonimni titkilamay. Unaqa metodika yo'q, janoblar. Misol qilib keltirishim mumkin. Tak sportda Davron aka 50 marta tortinadigan metodikani o'rgating. Metodikani o'rgataman, lekin bittada 50 ta tortinmaysiz siz. Shu metodika bo'yicha misol uchun 6 oy, 1 yilga shug'ullanishingiz kerak bor. Keyin 50 ta tortinasiz. Bu yerda ham logika shunaqa. Dangasaligingizni bittada jilovlab olmasligingiz mumkin. Jilovlaydigan texnikalar sekin-sekin ta'sir qilib boradi. Qaysidir biri bittada, qaysidir biri sal ozgina vaqt o'tadi. Men shunaqa yaralgan. To есть bu men atay qilganim yo'q bu joyda. Bu prosta bizning tabiatimiz. Shuning uchun bugundan boshlab bitta qonun qoida bo'lsin sizlarda. Ekranlarsiz uxlanglar. Ya'ni ekranlarsiz uxlanglar degan telefonni tashab qo'yinglar deganim emas. Telefoningiz o'ynamoqchi bo'lsangiz, kimdir misol uchun o'yin o'ynar, kimdir PUBG o'ynar, kimdir yana boshqa narsa o'ynar. Bemalol o'ynanglar. Bugun narsani reski yenga olmaysizlar. Bu narsani prosta iloji yo'q.
PUBG'ni ham o'ynanglar, telefoningizni ham ko'ringlar, titkilanglar, boshqa narsa qilinglar. Hozircha u haqda o'ylamay turinglar. Faqatgina uxlaydigan joyingizda qilmanglar shu ish. Uxlaydigan joyingizda faqatgina uxlang. Misol uchun, men zo'r bitta texnika, PUBG'ni o'ynayapsizmi yoki YouTube ko'ryapsizmi? Zalda yoki yerda ko'ring yoki boshqa birorta joyda bunday yotib ko'rib, ozgina charchaysiz-ku, charchaganingizda haligi narsani o'chiringda, borib turib kravatga dam oling. Telefoningizni qo'yib keting zaryadkaga. Hozir men dam olaman, keyin davom ettiraman ko'rishni deb o'zingizni aldingda, borib turib kravatda ozgina yotsangiz, uxlab qolishingiz ham mumkin. Bunaqa narsani ham ko'p ko'rganman, keyinchalik faqat kravatda uxlaydigan bo'lib qolasiz. To'g'ri, uyqungiz kelsa kravatga borsangiz uxlaydigan bo'lib qolasiz. Shu narsani o'zingizni shakllantirishga harakat qiling. Bugundan boshlab birinchi amaliyotimiz ekranlarsiz uxladim bo'ladi. Ya'ni kravatga telefonni yaqinlashtirmaysiz. Shu narsani o'zingiz uchun qonun qilib oling. Telefon kravatga yaqinlashmasin. Bo'ldi, yengil narsa bu. Prinsipi qiyin emas. Men sizlarga telefonlar yig'ishtirib qo'yinglar deganim yo'q. Tем более bu narsani bittada qila olmaysizlar, bu qiyin masala. Xo'p, keyingisi, ekranda tungi rejim, bu vaksina. Esingizda bo'lsa, ahamiyat beringlar. Demak, indikator bu raqamlaydi. Bugundan boshlab uyqu soatlarini o'sha checklistimizga yozib yuramiz. Oxirida slaydda chiqadi qanday yozish. Amaliyot, ekranlarsiz uxlaysiz. Ya'ni ekranlarsiz uxladim degani, telefonsiz uxladim degani, buning uchun prosta uxlaydigan joyingizga telefonni olib bormasangiz bo'ldi. Qiyin emas, ishonaveringlar. Bugundan boshlab kravatda telefon ko'rmanglar. Divanda ko'ringlar, tam kuxnaga chiqib borib ko'ringlar. Xohlagan joyda telefoningizni tiklang, o'ynang, ko'ring va hokazo. Uni keyinchalik qanday qilib yo'qotishni o'rgataman. Hozircha faqatgina kravatga yaqinlashtirmay tursanglar bo'ldi. Uyquni to'g'rilashimiz kerak chunki energiyani. Uchinchisi vaksina. Vaksina esingizda bo'lsa, bir marta qilinadi. Shu bilan ko'pgina vaqt mobaynida ta'sir qilib keladi sizlarga. Demak, vaksinamiz quyidagicha bo'ladi. Nima qilasizlar mana? Misol uchun iPhone bo'lsa sizlarda, iPhone rusumli telefon bo'lsa, mana bunaqa narsa bor iPhone'larda. Mana bu yerda rangi, to есть освещениeni ko'tarib pasaytiradigan bor. Bunday bossangiz, meniki bosib qo'yilgan. Ko'ryapsizmi? Men tungi rejimimni kech tushganda o'zim to'g'rilab qo'yaman. Yo adashmasam nastroyka ham qilib qo'yganman. O'zi o'tib qoladi. Men buni bunday o'tkazsam, ekranimni rangi o'zgaradi. Ya'ni bu ultra binafsha nurlar tarqatishni boshlaydi. Bu narsa uyquga zarar. Ya'ni melatoninni ishlab chiqarishni buzishi mumkin. Ilmiy tibbiy markazda bu masalani men titkilab chiqdim. Somnologlar bilan gaplashdim, nevrologlar bilan gaplashdim, ko'rdim. Chunki men o'zim mutaxassis emasman bu narsada. Mana shu kishini kirasiz, mana tungi rejim degan narsa bu. Bo'ldi, bossangiz bo'ldi, o'tadi. Bu iPhone'lar uchun, iOS'lar uchun. Agar misol uchun haliginaqa bo'lsa, Android'lar uchun app bormi? Qaysi biri? Mana shu rejim. Android bo'lsa sizlarda, Android bo'lsa, Android bo'lsa, mana bunaqa narsa bor. Mana bunaqa haligi bor, app bor. Skachat qilib olishingiz mumkin. Ya'ni mana приложение bor, ko'ryapsizmi? Yumaloq turibdi, chekkasi sariq. Bu narsani linkini ham tashib beradilar. Kurator sizlarga tashib beradi guruhga. Telegramga skachat qilib olishinglar, o'rnatib olishinglar mumkin. Ya'ni shunaqa vaksina bo'ladiki, bu sizlar uchun prosta ekranda tungi rejimni qo'yib qo'yasizlar, uyqungiz buzilishi pasayadi. Ya'ni yaxshi dam olasiz, tetik bo'lasizlar. Ba'zida может быть даже 1-2 soat kam uxlasanglar ham to'yishinglar mumkin. Shunaqa ehtimoli ham bor. To есть uyqu buzilmaydi, organizm yaxshi ishlaydi, rejim qanday kerak bo'lsa shunaqa ishlaydi. Xo'p, davom etamiz janoblar. Demak, bitta indikator, bitta amaliyot, bitta vaksina. Endi hozir men sizlarga o'sha bitta amaliyot, yana bitta amaliyot beraman. Endi sizlarga men savol bermoqchiman janoblar, xonimlar, chatga yozishingiz mumkin. Dam olish uchun nima qilish kerak? Dam olish uchun nima qilish kerak? Juda oddiy, logik savol. Tak, chatga yoqdim. Dam olish uchun nima qilish kerak? Qanaqa versiyalar bor? To есть biz hozircha o'zimizni charchog'imizni to'g'rilashimiz kerak. Charchagan inson dangasalarni yenga olmaydi. Dam olish uchun nima qilish kerak? Chatga bemalol uyalmasdan yozishingiz mumkin. Uspet qilganimni hammasini o'qib beraman. Uxlash kerak, maza qilib uxlash kerak. Hop. Dam olish kerak, uxlash kerak. Uxlash yoki piyoda yurish kerak. Hop, piyoda yurib ham dam oladiganlar bormi? Hamma yo'q unutish kerak. Hop, uxlash. Tinchlik kerak. Hop. Mushaklarni bo'shantirish kerak. Hop. Ish bilan shug'ullanish kerak-da, balkim. Yoqtirgan, balki shunaqadir, ha. Uxlashga meditatsiya, hop, kitob o'qish kerak. Mechchaga hamma narsadan xoli bo'lib yotaman, shunday osmonga qarab. Hop, bunaqa usul ham meditatsiya.
Kitob o'qish kerak, yolg'iz qolish kerak, ko'ngil tusagan narsani qilish kerak. Hop, qo'shiq eshitarkan kimdir, yaxshi kino ko'rarkan kim. Men ham kino ko'raman, musiqa ham eshitaman, bir kam lekin. Hop, uxlash kerak, oila davrasida bo'lish kerak va hokazo. Hop, tak. Rahmat. Qaranglar. Rahmat. Demak, dam olish uchun nima qilish kerak? Men juda ham sodda bitta amaliyot beraman. Bu amaliyotda men hozir aniq eslolmayman qattiq olganda. Bir necha yil oldin men adashmasam Leonard Mladinovning "Неосознанно" degan kitobida edi. Adashmasam, Leonard Mladinev degan insonning "Неосознанно" degan kitobida bitta zo'r amaliyot bor. Dam olish uchun nima qilish kerak degan savol bor ichida. O'sha dam olish uchun hech narsa qilish kerak emas. Ya'ni siz konkretno ongli ravishda bir narsa bilan shug'ullanmaganingizda katta ehtimol siz dam olyapsiz. Nimadir o'ylamaganingizda boshqa narsa va hokazo. Hozir bitta mashq bajarib ko'ramiz. Har kunlik ravishda keyinchalik shu mashqni bajarib yurishingizga kerak bo'ladi. Mashq atigi 2 daqiqadan iborat. Ya'ni 2 daqiqalik tanaffus mashqi. Bu mashqni bajarish uchun nima qilish kerak? Hozir men prosta shuni hamma ruchkalarni qo'yinglar, telefonlarni qo'yib qo'yinglar, bunday qo'yib qo'yinglar. Men o'zimni sekundamerimni mana ekranga ko'rsataman. Taymerimni ya'ni 2 daqiqaga qo'yaman. Taymerimni 2 daqiqaga qo'yaman. 2 daqiqa jarayonida, ya'ni mobaynida hozir sozlab olay. 2 daqiqa mobaynida shuni bosganimda boshlanadi. Mana, ko'ryapsizlar? Sizlar hech narsa qilmaysizlar. Hech narsa umuman iloji bo'lsa qimirlamasdan mana shuni o'tiringlar. Ba'zilar uchun bu narsa nihoyatda qiyin bo'ladi. Bu markaziy asab tizimini ozgina tinchlantirib oladi. Kalibrovka deydi bu narsani. Buni tinchlantirib oladi, keyinchalik yaxshi ishlashi mumkin miya. Har holda bu amaliyotni bir kunda bir marta bajarib tursanglar, kam bo'lmaysizlar ishonaveringlar. 2 minutdan boshlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni keyinchalik Davron aka misol uchun men ba'zilarga yoqib ketadi, hech narsa qilmaslik amaliyoti kuniga 20 marta, 30 marta, 40 marta bir necha soat hech narsa qilmay yotadiganlar ham bor. Bunaqa tushunishinglarni xohlamayman. Prosta 2 daqiqa alohida hech narsa qilmaslikka ajratib qo'ysanglar zo'r bo'ladi. Real yordam beradi bu narsa. Hozir sizlar bilan bajarib ko'ramiz. Tayyor bo'lsanglar, men haligini bosaman, chatni yoqdim, tayyorman degan insonlar plus qo'yib yuborsa iltimos. Tak. Sal qoldi hozir. Hop. Tayyor bo'lsanglar plus qo'yib yuboringlar, bitta amaliyot bajarib ko'ring sizlar bilan. Mana ekranni o'chirib, shu yerda bo'laman. Plus qo'yib yuborsanglar bo'ldi, Davroniki tayyormiz degani bo'ldi. Men siz tayyor bo'lsanglar, men ham tayyorman. Srazu amaliyotga o'tib ketamiz. Keyin chatni yoqaman yana bir bora. Amaliyot jarayonida ichingizdan kechgan narsani bir bilmoqchiman. Kimda qanaqa bo'ldi? Rahmat, shu. Xo'p, bo'ldi. Chatni o'chirdim. Demak, hozir yana bir marta 2 daqiqa mobaynida hech narsa qilmaysiz. Hech qayerga qaramaysiz ham, ko'z yumish kerak emas. Prosta bitta точкаga qarab tursangiz ham bo'laveradi. Bunday qarab, nimadirlar o'rganib, nimadirlar qashlab, boshqa narsa qimirlamay ortiqcha. Oyoqingiz, qo'lingiz yengil qo'ying, o'zingiz yengil bo'sh qo'yingda. Vaqt ketdi. Vaqt bo'lganda o'zim aytaman. Sizlar prosta yengil o'tiringlar. O'ylamanglar, o'ylamaslikka harakat qilinglar.
Tak, stop. Xo'p, kimga qiyin bo'ldi? Kimda qanaqa jarayonlar kechdi? Chatga yozaveramiz. Kim qiynalib ketdi, nimadir qilgisi kelib ketdi? Kim bilmadim, biroq kishi chatga yozamiz. Kimda nima bo'ldi? Qiyin bo'ldimi? Oson bo'ldimi? Normalniy bo'ldimi? O'rtacha bo'ldimi? Qanaqa bo'ldi? Mashina tarlab turib hech narsa qilmaydim shu. Yo'q, hech narsa qilmaydi. Qiyin bo'lmadi. Menga ozgina qiyin bo'ldi. Kulgim keldi. Nimagadir? Ha, bo'lib turadi hech narsa qilmaydi. Uxlab qolaydim. Qiyin, maza oson. Hayol bo'ldi. Menda unchalik qiyin bo'lmadi. Hop. Oson kechdi. 20 minut o'tirganday bo'ldim. Juda yaxshi o'tdi. Maza ekan. Men umuman bu haqda doim o'ylanib, 5 minut o'tdi. Xo'p, rahmat, bo'ldi. Janoblar xonimlar, to'xtab turaylik endi. Davom etishimiz kerak. Yana bitta-ikkita sizlarga tushuntirib berishim kerak bo'lgan narsalar bor. Shu narsalarni, shu amaliyotlarni qanday ishlatiladi, qachon ishlatiladi, shu narsani bugun tushuntirib qo'yay. Shundan boshlaysizlar. Xo'p, qarab turinglar. Demak, 2 daqiqa hech narsa qilmaslik amaliyoti bugundan boshlab qo'shiladi. Checklistimiz ichiga. Hozir oxirida ko'rasizlar checklist qanaqa, sizlarning checklistingiz qanaqa ko'rinishda bo'lishi kerakligini. Kun bo'yi shuni prosta to'xtab, ishni to'xtatib 2 daqiqa prosta hech narsa qilmaylik. Tamom. Boshlig'im kirib qolsa-chi, tam yer qimirlab qolsa-chi va hokazo bo'lib qolsa-chi, endi уже o'zinglar razbor qilasizlar. To есть hayotda turli xil holatlar bo'lishi mumkin. Mustasno holatlar ham bo'lishi ehtimoli bor. Haqiqatan siz hayolingiz kimdir bo'lib qo'yishi mumkin. Idealda 2 minut hech kim sizni hayolingiz bo'lmaydi. Hech kim sizni tegmaydi va hokazo. Agar mabodo kimdir bo'lib qo'yib, kimdir chaqirib qoladigan bo'lsa, endi borib javob berishingiz kerak bo'ladi, to'g'ri. Imkon boricha birorta shunaqa vaqt topingki, ofisingizda o'tirasizmi, 2 daqiqa xolos qilib topsa bo'ladi. Shu mashq uchun tinchlanasiz, ozgina dam olishingiz mumkin. Sal o'zingiz haqida o'ylash jarayonlari tinchlanadi. Haligi shoshilinch hissi bo'ladi insonlarda. Bu shoshilinch hissi yaxshilikka olib kelmaydi. Eng qizig'i, men sizlarga sir ochaman. Ko'pchilik odam dangasaman deydi, dangasamas aslida. Shoshqaloq. Shoshqaloq. Osh olib kelib bersangiz, bitta qoshiqda boshlamaydi-da. Qoshiqda yemaydi, tovoq og'ziga tiqishga harakat qiladi. Og'ziga tovoq sig'maydi. Ishoninglar, og'ziga tovoq sig'maydi. Misol uchun men ko'pchilikdan so'rayman, ertadan yugurishni boshlayman. Umuman yugurmaydigan insonlar ham ertadan 10 kilometr yuguraman deydi. Sen ahmoqmisan, qanday 10 kilometr yugurasan? To есть слишком katta nagruzkani bo'yniga olishga harakat qiladi. Yoki IELTSdan 9 olaman deydi сразу. Absolutно 0 ingliz tilida, hech qachon ingliz bilan shug'ullanmagan boladan eshitaman bu gapni. IELTSdan 9 olmoqchiman. Sen oldin 7 ol yoki 6 ol misol uchun. Va hokazo. To есть shu shoshqaloqlik, tezda menga bo'lish kerak narsa degan xayol sizni qiynab qo'yishi mumkin, chunki ko'z qo'rqoq, qo'l botir. Ya'ni siz o'zingiz oldingizga qo'yib qo'ygan narsa sizni qo'rqitadi. Ertalab uyg'onasizda 10 kilometr yuguramanmi? Voy tavba, yo'q, to'xtang, dushanbadan yuguray, dushanba kuni hamma narsa yaxshi bo'ladi. Dushanbachilar bor-ku, shunaqaligi dushanbadan boshlaydigan insonlar. Dushanbachi deyman unaqalarni. Shu dushanbachilarning asosiy muammosi dangasalikda emas, odatda shoshqaloqlikda. Mana shu mashq shoshqaloqlikni sal bosadi. Ozgina pasaytiradi. Ya'ni siz unaqa shoshilmaysizda, konkret ishlar bilan shug'ullanasiz. Shoshilishdan foyda yo'q. Xo'p, ketdik. Endi 2 daqiqalik tanaffus bugundan boshlab sizlar uchun amaliyotga aylanadi. 2 daqiqa hech narsa qilmaslik. Endi bu amaliyotlar vaksinalarni gapiryapmiz Davron aka. Xo'p, juda yaxshi, lekin bu narsani biz xatga yozamiz, qanday ko'rinishda bo'ladi? Hozir shu narsani sizlarga tushuntirib beraman. Xudo xohlasa, demak, quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Demak, men checklist deyli. Bu checklistlar mana men qo'limda ham turibdi. Hozir ko'rsatib beraman bu narsani. Qo'limda ham turibdi checklist. Checklistning tepasiga ahamiyat bering, sana degan joyi bor. Sanada yozasizlar. Misol uchun mana 01 bor. Bu 1-noyabrdan boshlangan checklist anaqasi, andazasi. Sizlarda qanaqa bo'ladi? Mana bugun 13, to'g'rimi? 13 12, 14 12 va hokazo. To есть kun, oy. Kun yoki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 ham qilib qo'ysangiz bo'ladi. Sana yozganingiz yaxshi. Kun, oy, ma'lumotlarni to'ldirib chiqasiz. Ma'lumotlarga nima qilib yozasiz? Mana bugun indikatorlar nima qo'shildi? Uyqu soatlari. Demak, misol uchun mana
Bugun mana 7 soat uxlagan bo'lsangiz 7 deb qo'yasiz. 6 soat uxlagan bo'lsa 6 deb qo'yasiz mana. 3 noyabr kuni 7 soat uxlanibdi. 4-noyabr kuni 8 soat va hokazo. Uyqu soatlaringizni yozib yurishingiz kerak. Bu nimaga kerakligini keyinchalik bilib olasiz. Nihoyatda foydali ma'lumot bu. Sizni konkretniy qancha uxlaganingizda o'zingizni qanaqa his qilishingiz kelib chiqadi bu yerda. Keyinchalik kerak bo'ladi. Bu bizning indikatorimiz bo'ladi, ya'ni raqamlarimiz. Uyqu soatlarini mana shu, to есть checklistni olasiz, tepasiga sanalarni qo'yib chiqasiz. Uyqu soatlari deb yozasiz. Mana bugungi darsda bor, PDF ham tashlab beraman. Uyqu soatlarini kuzatib borishimiz kerak bo'ladi bizga, dangasallikni yengish uchun. Birinchi o'rinda 13-dekabr kuni mana bugun uxladingiz, ertalab turdingiz, misol uchun 6 soat uxladingiz. Taxminan bilasiz qancha uxlaganingizni, 6 soat yozib qo'yasiz. Va hokazo tik yozib ketaverasiz. Xo'p, endi ekranlarsiz uxladim. Bu narsani tushuntirib berdim. Tushunmaganlar shu joyini ko'rib, nihoyatda muhim narsa. Kravatni oldiga telefonni yaqinlashtirmanglar. Bu absolutni kerak emas narsa. Bu eng katta dangasalik vaqt yeyishga olib keladigan narsa. Bu shu. Kravatni oldiga telefonni olib kelish. Uyqungizni 40 4 gacha bir balonni ko'rib yotasiz. Ertalab 8-7 darsga borishga, ishga borishingiz kerak. Chala uyqu bilan borasiz. Bo'sh vaqtingiz qolganda ishingizdan tashqari ingliz tili bilan shug'ullanish o'rniga nima qilasiz? Uxlab mo'rlayotasiz shu ishingizda. Sababi kechqurun uxlanmagan. Boshingiz joyida emas, kallangiz xum, xayolingiz yig'a olmaysiz va hokazo. Bu tabiiy narsa. Yetarlicha uxlash kerak. Kam, ko'p uxlash kerak demayman. Ahamiyat beringlar. Bunaqa gaplarni men yiroqlashtirayman o'zimni, harakat qilayman har holda. Kam yoki ko'p uxlash kerak emas. Inson yetarlicha uxlash kerak. Yetarlicha. Yana bir marta. Shuning uchun ekranlarsiz uxladim amaliyotini bajarib borasiz. Amaliyotlarni bajargan kuningiz ro'parasiga просто plus qo'yib qo'yasiz. Mana bugun misol uchun kravatingiz oldiga telefon kelmadimi? Plus, ertaga kelmadim plus. Qaysidir kuni hop telefonni ko'rib qo'yib kravatingizda minus qo'yib qo'yasiz. Va hokazo. Pluslar ko'payish kerak, minuslar kamayish kerak, xolos kalom. Shunaqa qilib o'zingiz kuzatib borasiz. Telefoningizni ko'ravering hozircha. O'yin o'ynamoqchi bo'lsangiz, o'ynavering hozircha. Srazu narsadan qutula olmaysiz. Keyinchalik o'rgataman, sekin-sekin algoritmini ko'rsataman. Faqatgina kravatingizda emas. Любой uyingizni boshqa joyida. Tamom. Uxlaydigan joyingiz вообще boshqa narsa bo'lsa. Xo'p, endi ekranlarda tungi rejim, mana yuqorida ko'ryapsizlarmi? Vaksina, mana. Vaksina. Mana ekranlarga tungi rejim. Hozir o'tkazib olinglar, iloji bo'lsa. Kuratorlar tashlab berishadi guruhga, skachat qilib olinglar. Samsung bo'lsa, Samsungda ham bordir balki ekran tungi rejim, aniq bilmayman, to'g'risi. iPhone'da bor точно. Shuni kirib ko'rsangiz bo'ladi. YouTube'ga kirib o'rgansangiz ham bo'ladi agar tushunmagan bo'lsangiz qanday qilish. Tungi rejimni qo'yib qo'ying, melatoninni ishlab chiqarilishini buzmaydi keyin telefoningiz. Tun tushganda естественно sizni sekin uyqu bosishga qamrashni boshlaydi. Mana bu telefon yuzingizga nur tushirgani hisobiga bu narsa buzilishi mumkin. Buzilishini hisobiga siz charchoqda yurasiz. Xronический charchoq bo'lsangiz, bu narsa вообще qiyin. Xo'p, endi 2 daqiqa hech narsa qilmaslik, mashqini ham har kun bajarasizlar. Kun bo'yi просто to'xtaysizlar, mana checklist. Checklistingizni mana 2 daqiqa hech narsa qilmaslik deb qo'yasiz. Bugun bajargan bo'lsangiz plus qo'yib qo'yasiz. To есть bajargan kuningiz plus qo'yib borasiz. Men pluslarni to'lib boraveradi. Bu yerda mana 5-6 kunni men taxminan ko'rsatib berdim. Primerni shunaqa ko'rinishda bo'ladi bu narsa. Xo'p, endi savollarga ozgina vaqt ajratamiz. Qolgan savollar kuratorlar bilan razbor qilasizlar, xudo xohlasa. Ertaga bitta video tushadi. Bu darsimizdan tashqari video tushadi bitta. To'xtab turinglar. Chatda yoqdim. Savolinglar bo'lsa beringlar. Hamma savollarga javob berishga ulgurmasligim, lekin tabiiy. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. Asosiylarga javob berdim. Bugungi darsdan dangasa qanaqa savolingiz bo'lsa beravering bemalol. Instada bo'ladimi darslar? Yo'q, Instagramda darslar bo'lmaydi. Bu darslar saqlanib bo'ladi. Link orqali kirishingiz mumkin bo'ladi. Qolgan darslar qayerga tashlanadi? Yo'q, haligi videolarimiz. Telegram guruhining o'ziga joylashtirib berishadi. To есть qulay. Tungi rejim faqat kechki payt ishlash kerak. Tungi rejim faqat kechki payt. Kunduzi quyosh tushadi, boshqa bo'ladi. Hattoki bulutli kunda ham quyosh baribir o'zining funksiyasini bajarishga qodirda. Shu narsani tushunishinglar kerak. Tun tushdimi, mana bu sun'iy ravishda tushadigan nur organizmdagi
protsesslarni ozgina o'zgartirib qo'yishga qodir. Siz ozgina murojaat qilish iloji bormi? Siz o'zingizga murojaat iloji bor, qanaqa masaladaligini aytsangiz bo'ldi. O'sha bu kursga yozilgan telefon raqamingiz orqali iloji bor. Kubik tuzishni o'rgatasizmi? Yo'q, kubik terishni o'rgatmayman. Begzodga siz darslaringiz bor, kubik. Kuratorlaringizdan so'rasanglar, Begzodjon degan kurator bor, unda darslar bor. Kubikka tegishli. U kubik terish bo'yicha usta. Xo'p, zo'r hammasi, rahmat. Ekranni uxlashga televizor ham kiradimi? Tursunon Meliqo'ziyev. Hozircha yo'q, televizor tegmay turinglar. Televizor tegmay turinglar hozircha. Misol uchun mana bunaqa televizor uxlaydigan xonangizda bo'lsa ham, kravatingizda yotib ko'rmang. Tushunyapsizmi? To есть uyqu bilan yotish bilan televizor bir-biriga bog'lanmasin miyamizda. Televizor ko'rdingiz, ozgina charchadingizmi, o'chirib turib, kravatga yotingda ozgina dam olib keyin ko'raman deb aldang o'zingizni. O'zi yosh bolani aldagandek. Bitta uxlab qolasiz, shu bilan yaxshi ketadi. Sizning o'zingizga murojaat qilishingiz bor, shu telefonlardan chiqsanglar, haligi Musogami, hayotgami bog'lansanglar bo'ladi. Yozish kerakmi yoki yotgandan uxlashdan boshlab yozish kerakmi yoki yotgandanmi? Abdulla Rahimov, taxminan uxlashdan boshlab. Misol uchun yotib bittada uxlab qolasiz-ku, unda bilasiz qanchani yotganingizni, to'g'rimi? Misol uchun 1da yotdim, taxminan 10 minutlarda uxlab qoldim. Agar uyqungiz kelmasa, aql qaringiz boshqa, bari soatga qarab qo'ygan bo'lasiz. Soatning ichida uxlaganingizni odatda bilasiz. Shuning uchun xavotir olmang. Ikkita katta yomon odatimni bildim. Aha, uyquga tegsiz. 2 daqiqalik tanaffusni necha marta bajarish kerak? 1 marta bajarsangiz bo'ladi. 1 marta checklistdagi plyus qo'yib qo'yish uchun bajarasiz. Qolganini yana bajarasiz keyinchalik. Shoshilmanglar. Yotib futbol ko'rsangiz bo'ladi, uxlaydigan joyingizda bo'lmasa bo'ladi. Hozircha televizor tegmay turinglar, telefon bo'lib tursa. O'zbek tilida qancha kitob olaylik, siz faqat rus tilida aytasiz ko'pincha. Da, men faqat rus tilida aytishim sababi bor, ikkita. Birinchisi, men rus tilida o'qiganman. Menga rus informatsiyasini qabul qilish sal osonroq. Ayniqsa ilmiy terminologiya polностью почти rus tilida o'qiganman. Xo'p, ikkinchisi sababi shundaki, o'zbek tilida afsuski hozircha kam o'qish kerak bo'lgan kitoblar. Mavzuni menga ayting, qanaqa, misol uchun men eslab qolish bo'yicha qanaqa kitoblar davron aka yoki bu bo'yicha o'zbek tilidagisi bo'lsa, men maslahat beraman. Sizda kun tartibingiz bormi? Yo'q, menda kun tartibi yo'q. Men qiladigan ishlarim bor, uchrashuvlarim bor. Uchrashuvlarimni alohida belgilayman. Kalendarga uni ko'rsatib beraman sizlarga. Kundalik ishlarimni, bajarishim kerak bo'lgan kundalik ishlarimni Linenberger tizimi bo'yicha ishlataman. U tizimni ham o'rgataman sizlarga. Faqat shuda super sodda oddiy. Abduzat dangaslar haqida fikringiz nima deysiz? Menimcha noto'g'ri fikr u. Men ko'rdim u videoni, menga tashlab berishdi. Endi u fikr, tamom, o'sha har bir kishining o'zini fikri bor. Endi insonlarda fikr bo'ladi, tamom. Nima deyish kerak? Fikr fakt emas lekin. Men o'zim fikrimni faktlarga asoslashga harakat qilaman. Bu haqda ham gaplashamiz, xudo xolasa ular bilan. Ko'p narsa haqida, uyqu haqida gaplashamiz, ko'rishganimiz, boshqa narsa haqida gaplashib turamiz. Xo'p, budilnikdan telefondan foydalansa bo'ladi. Da, budilnikdan foydalanishda telefondan foydalansangiz bo'ladi. Atak inson uyg'otsa, undan ham yaxshi. Ekran bo'lsa nimaga kerak tungi rejim? Daniyar Amangeldiyev, ekranlarsiz qarang, ekranni uxlaydigan joyingizga olib bormang, deyilyapti. Tungi rejim shuning uchun kerakki, misol uchun YouTube'da nimadir ko'rasiz, aytaylik, tam stoloviyda yoki misol uchun choy ichganingizda YouTube yoqib olib ko'rib o'tirasiz. Tungi rejim yoniq tursa, ultrabinafsha nur yuzingizga tushmaydi. To есть melatonin organizm ishlab chiqarish buzilmaydi, qisman har holda. Keyin telefonni qo'yib qo'yib borganingizda sal yaxshiroq uxlaysiz deyilyapti. Shu haqida gap ketadi. Metda o'qiyman, met institutda o'qiydiganlarga qanday maslahat berasiz? Oson darsni o'zi hammasi qiyin. Nimadan boshlaymiz? Asalbek Amirbekov, savolingiz tushunarsiz bo'ldi men uchun. Konkretroq savol bersangiz bo'ladi. To есть med institutda o'qiydiganlarga qanaqa maslahat berasiz? O'qishni maslahat beraman. Oson darsi yo'q edi, nimadan boshlaymiz? Nima degani nimadan boshlaymiz? Sal konkretizatsiya qilib savol bering. O'shanda men savolingizga javob beraman, xudo xolasa. Med institutda o'qiydiganlar men sabr tila olmayman xolos. Eng qiyin kasblardan bittasi u medik. Odamni davolaysizlar sizlar. Kitob qachon keladi? Tursunon Meliqo'ziyev, men bilmayman, janoblar. Kitob haliginaqana tak saytga kirasizlar, antidangasalikda, o'sha yerda naqa bo'yicha ko'rasizlar. Raqam bo'yicha qachon qo'shilganingizga qarab. Odatda 3-4 kunda yetib boradi.
BTS ga bog'liq bo'lishi mumkin. Keyin ko'pincha BTS dagi shopirlar telefon qilib, telefonga tusha olmadim. Ba'zilar telefon noto'g'ri yozib qo'yadi. Kimdir telefonni olmaydi, shopir uyini tagiga borib telefon qilganda. Uxlayotgan bo'ladi yoki qayergadir ketgan bo'ladi telefon tashlab. Shunaqa momentlar ham bor-da. Shunga qarab 3-4 kunda yetib boradi jo'nagan kundan boshlab odatda. Supermenni bo'ladi, Superman bo'ladi. Eski formatda bitta o'tkazib yuborishimiz ehtimoli juda ham katta. Chunki hozir yangi formatda hali ham qo'yib ulgurganimiz yo'q. Qachon qo'yib ulgurgan bilmayman hozir. Soat nechida yoqish kerak? Tungi rejimni hozirgi kunda 6-7 dan yoqilaverasiz. Yozda tabiiyki kechroq. Xonangizda nimaga yashil fon yonib turibdi? Oddiy dekoratsiya uchunmi yo qanday nimaga aloqasi bormi? Javohir Abdurasul, yo'q, hech qanaqa aloqasi yo'q. Prosta nonlight yoqib qo'yganmiz dekoratsiya uchun. Xo'p, xotirani yaxshilashda to'g'ri ovqatlanish o'rni katta deb o'ylayman. Shu mavzuda ozgina gapirib ketsangiz, qanday to'ppa-to'g'ri xotirani rivojlantirishda to'g'ri ovqatlanish o'rni katta, kichkina emas. To'g'ri ovqatlanishning bitta ajoyib tomoni bor. Umuman hayotda bitta ajoyib tomoni bor. Zararli narsalar tez ta'sir qiladi, foydali narsalarga qaraganda. Ishonaveringlar. Misol uchun har kuni badan tarbiya qilsangiz, 10 yil, 15 yildan keyin foydasini ko'rishingiz mumkin. Har kuni alkogol ichsangiz, lekin foydasini 1 oy, 2 oydan keyin ko'rasiz. Ya'ni zararini ko'rasiz 1 oy, 2 oydan keyin. Xotirada ham shunaqa. To есть qaysidir bitta yeydigan ovqatingiz sizni hayolingizni joyiga srazu qo'yib qo'yib, xotirangiz zo'r bo'lib ketmaydi. Lekin aksi bo'lishi mumkin. Alkogol yoki noto'g'ri yeyilgan ovqatlar sizni xotirangizni pasaytirib yuborish ehtimoli juda ham katta. Shuning uchun birinchi maslahatim, hozir chuqurlashib o'tirmayman, ichish bilan chekishni yig'ishtirish kerak. Oralida katta ehtimol bilan ko'pchiliklar ichmasanglar kerak, chekadiganlar bor bo'lishi mumkin. Menimcha bor ham. Chekish haqida, chekish tashlash haqida ham tushuntirib beraman keyinchalik. Hozircha shuni tushunib olinglar. Atak hamma insonga, mana любой o'zbek odamga o'zbek ovqati to'g'ri keladi. Men чисто o'zbekcha ovqatlanaman, o'zbek kuxnyasi. Osh, mastava, salatlarimiz va hokazo. Menimcha ota-bobolarimiz yegan narsani biz yeyishimiz kerak. O'shanda kam bo'lmaymiz. Xo'p, men qanday dam olish bilmayman. 2 daqiqalikdan boshqa. Diyorbek Tursunpo'latov savoli sal tushunarsizroq. O'sha 2 daqiqalik dam olishni bajaring, tamom. Siz konkretno nimadan dam olasiz, qanday dam olasiz, o'sha o'zingiz aniqlashingiz kerak bo'ladi. Может быть, там birorta sizga yoqtiradigan birorta ishingiz, hobbingiz bordir, bilmadim. Men misol uchun kitob o'qish bilan uyqu men uchun eng asosiy dam olish manbalar. Xo'p, sizni o'zingizga bor iloji. Hop, Abdusattor aka bilan xonandak YouTube, Telegram faqat ko'rish. Hoji Akbar aka shunaqa. Ekranni uxlab televizor ko'r. Televizor hozircha kirgizmay turinglar, keyinchalik u haqida gaplashamiz. Yuqori rejim nazoratda emas, chunki ishim shunaqa. Bir kun nochda. Shohir Akram, qarab turinglar janoblar, xonimlar, erkaklarga ko'proq tegishli gap bu ayniqsa. Holat ko'rpaga qarab oyog'ini uzat deydi. To есть holat shunaqa bo'lishi mumkinki, voyenniy bo'lishingiz mumkin. Boshqa to есть bu dunyoda mamlaqada yugurganniki emas, buyurganniki. To есть ba'zida ishingiz bunaqa bo'ladi, ba'zida bunaqa bo'ladi. Harakat qiling o'sha ramkani ichida o'zingizni sozlab olishga. Agar mabodo tungi rejimda ishlaysiz, boshqa narsa bo'lsangiz, shunga moslashtirasiz. Men sizga beradigan narsani. Boshqa qanaqa iloji yo'q. Qolganlarga qaraganda sal pastroq bo'ladimi rezultatlar? Ehtimoli bor, ha. Lekin 100% emas. Balki siz qobiliyatingiz bordir. Balki miyangizda sal tezroq o'zgarishlar tezroq kechardir boshqalarga qaraganda. Shuning uchun bu haqda siqilib yurmanglar. Umuman olganda erkak kishiga qiyinchilik, uyqusizlik, в принципе, siqish kerak emas-da. Men kam uxlaymanmi? Ba'zida kam uxlayman. Ishim ko'payib ketsa, birorta ish bo'lsa, ertalab qayergadir borish kerak bo'lsa, kechgacha 2 gacha syomkani qilib turib, ozonda 5 ta turiladimi? Ha, shunaqa kunlar ham bo'ladi. Lekin agar ishim bo'lmasa, zarur narsa bo'lmasa, men как положено uxlashga harakat qilaman. Shu haqda gapirilyapti. To есть vaqtingiz bo'lganda uxlab oling. Ish bo'lsa endi iloji yo'q. Yoqib qo'yish yo'q, kun bo'yi emas, kech tushganda. Xo'p. Darslarni hozir. Darslarni necha kun bo'ladi? Общий 14 kun bo'ladi. 2 hafta mobaynida darslar bo'ladi. Общий 8 ta mana shunaqa jonli efirlar bo'ladi. Bundan tashqari 7 ta bo'ladi. Borgan sari murakkablashib boraveradi. Oxirgi 8-jonli efirimiz biz sirli jonli efir deymiz. U intizomga tegishli bo'ladi. Men oldindan sizlarga spoiler qilib qo'yishim mumkin. Nihoyatda qiziq ilmiy tadqiqotlar va temalar, ya'ni qo'shimcha texnikalar berib o'taman oxirida yakunlashimizda. Undan tashqari qo'shimcha videolar juda ham ko'p, o'tgan dangasalikda olinganlar ham, ular ham qo'shib beriladi. Undan tashqari yana qo'shimcha videolarni o'zim ham qilib beraman sizlarga.
Imkon qadar ko'proq qurol berishga harakat qilaman qo'liga. Telefonga saqlab olsangiz bo'ladi. Saqlab olsanglar bo'ladi. Agar ma'no ko'ryapti turgan bo'lsanglar, bunda ekran suyuqi nimaga kerak? Agar tungi rejim. U savolingizga javob bering. Tunda ishlab kunduz uxlasam nima bo'ladi? Sardor Qurbonov. O'rganib qolasiz ertami kech, menimcha. Iloji bo'lmasa shuni qilish kerak. Mnemonika ham o'tib berasizmi? Yo'q, mnemonikani bu yerda gaplashmaymiz. Bo'yicha qana kitoblar olaylik. Sobirjon Madaliyev mnemonika bo'yicha O'zbekistonda faqatgina hozir bitta kitobni men bilaman xolos. Shohruh Rahmonov Mukammal xotira degan kitobini bilaman. Qanchalik yaxshi, qanchalik to'g'ri, qanchalik yaxshi yozilgan men aniq bilmayman, sababi o'zim o'qimaganman. Kuratorlardan so'rab ko'ringlar, ular ko'rib chiqqan bo'lish kerak kitoblar. Xo'p, tunda ishlab o'rganib qolasiz, darslar. Xo'p, bu savolga ham javob berdim. Tak, давайте yana bir nechta savolni ko'rib chiqaylik. Ertaga ham dars bo'ladi. Yo'q, ertaga dars bo'lmaydi. Jonli efirlar cherizda ham bo'ladi, janoblar. Xudo xohlasa, kunora yana darslar ham tashlanadi. Endi mavzuga qarab. To'g'risi men qo'shimcha darslar qilish niyatim yo'q edi. Birinchidan antidangasalikda ham shogirdlar so'radi, uni so'rashadi, buni so'rashadi. Qaysidir qo'shimcha mavzuni, misol uchun keyingi safar o'tadigan mavzuyimizga qo'shimcha qilib berish men to'g'ri deb ko'rganimda yana qo'shimcha video qilib bergan joylarim ham bo'lgan. Shu videolarni sizlarga ham tashlab beramiz. Xo'p, muvaffaqiyatga erishish uchun nima qilishimiz kerak? Nima qilmaslik kerak? Muvaffaqiyatga erishish uchun nima qilmaslik kerak? Juda ham to'g'ri savol. Nima qilish kerak deyishadi ko'pincha. Men bilmayman deyman. Muvaffaqiyatga erishish uchun nima qilish, mendan so'rash kerak emas u narsa. Raqam eslab qolish uchun nima qilish kerak desanglar, aytib berishim mumkin, lekin muvaffaqiyat bilmadim. Nima qilmaslik kerak? Ichmaslik kerak, chekmaslik kerak. Birinchi o'rinda. Ma'lumotga sразу ishonib ketmaslik kerak. То есть tekshirish kerak hamma narsani. Imkon qadar любой insonning og'zidan chiqilgan gapni, ayniqsa muhim bo'lmasa tekshirish shart emas, nazarimda muhim bo'lsa tekshirib ko'raylik, chunki sizlar juda katta zarar ko'rishingiz mumkin. Men bunaqa narsani ko'p kuzataman, hozirgacha kuzatib boraman. Ishim shunaqa. Tak, hop. Hozircha shu. Bu haqda alohida video qilaman, menga zo'r ideya berib qo'ydingiz hozir. Qilish kerak emas bo'lgan narsalar haqida. Xo'p, bo'sh vaqtimiz super tafakkur darsida. Super tafakkur ko'rish tavsiya qilaman. Juda ham yaxshi dars. U yerda men ko'pincha o'zimni fikrlarim emas, izohlarim bor albatta, lekin Libet, Chris Fried, Kurpatov va hokazo turli xil olimlarning tadqiqotlarini keltirib berganman. Juda zo'r anaqalar bor, materiallar bor. Xo'p, mnemonika haqida gaplashmaymiz. Xo'p. Bir marta yozsanglar bo'ladi, men pastga sekin tushib ketyapman. Supermi yana bo'ladimi? Xudo xolasa bo'ladi. Yana bir marta eski formatda o'tib ketsa kerak. Abitda uxlaganimizni qo'shib qo'yamizmi? Ha, iloji bo'lsa abitda uxlaganingizni ham qo'shib qo'ying. Kunduzi uxlaganingizni ham qo'shib qo'ying. Xo'p, mnemonika yo'q, mnemonika yo'q. Xo'p, darslar Koreyaga juda kech boshlanyapti. Shunga darsni erta ko'rsa ham bo'ladimi? Javohirbek Abduqodir. Ertasi kuni ko'rsangiz bo'ladi. Tak, bo'ldi. Chatni o'chirdik. Bugungi zanatiyamiz, darsimiz yetib kelib qoldi, xudo xolasa. Ertadan guruhlarga ajratiladi, janoblar, xonimlar. Kuratorlarga savol berishga bemalol. Qo'rqmanglar, hammanglarning savollariga yetadi. Kuratorlarimiz birinchidan ularning tajribasi bor уже, ikkinchidan savollar odatda bir xil. Men sizlarga bitta sir ochaman. To есть bugungi o'tilgan mavzularda mana ko'ryapsizlar, juda bir har xil savol berilmayapti. Savoldan tashqari savol bermasligidan so'rab qolaman har holda ulardan. Shu, mabodo qaysidir savollarga to'g'ridan-to'g'ri javob berisha olmasa, odatda menga ham tashlab berishadi. Men ham bir galsoy jo'natib turaman. Shunaqa ehtimoli ham bor. Ertaga bitta video tushadi. Bu kursdan maksimal ravishda foyda olish uchun qanaqa qurollardan qurollanish kerak degan videomiz bor. Bloknotlar va hokazolar kerak bo'ladi keyingi darslarimizga. Hozircha faqatgina shu checklist o'zini raspechatga qilib chiqishinglarni so'rab qolaman. Bugun ishlatgan PDF'imni ham sizlarga tashlab beraman, xudo xohlasa. Shunaqa gaplar endi. Keyingi jonli efirda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Meni rivojlantiringlar. Paka.